Assalamu alaykum, hörmətli qeyrindaşlar. Jasarat Munbir'e hoş geldinglar. Bugün tünügün uqturuş chiqarib qo'yganimiz bo'yicha qeyrindoshimiz, do'stimiz Abdurahimjon bilan yig'ilib qolgan bir necha tema bor. Shu temada erkin paranglashmoqchi. Agar tuvanda ko'rayotgan qeyrindoshlarimiz ichida bizning bu suhbatimizga ovoz qo'shmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mayli telefon qiling, mayli inkas yozish shakli orqali qatnashing. Suhbatimizga qatnashishingizni qizg'in qarshilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Abdurahimjon. Jasarat Munbir'e hoş gelding. Va alaykum assalom. Shu yaqin oyog'i bizning Uyg'urlar orasida o'xshamagan temalarda nihoyatda qizg'in talash-tortishlar bo'lib ketyapti. Gapning shu ko'pinchisi yana shu qurultayga markazlashib qelyapti. Bu qurultayni biz masalan shu ekronni ochqilimi 3 yildan eshibdi. Izchil tushuntirib qo'yapmiz endi o'zimiz bilgan doirada. Ham o'zimizning fikrlarni berib keldik. Bu vaqtda endi mening bilishimda ham chet eldagi diasporadagi Uyg'urlarning ichida sen birisi Myunxda yashaydigan bo'lishibding, yana birisi shu qurultayga kirib ichiga bevosita qatnashgan birisi bo'lish suhbating bilan, undan boshqa shu Myunxda uzun yil yashagan birisi bo'lish suhbating bilan bu qurultayni eng yaxshi biladiganlarning birisi desak bo'ladi. O'tgan qatim nima qilganda, suhbat qilganda nihoyat afsus bir muhim nuqtalarni yechib bergandan u yerda ovoz chiqmay qolibdi. Biz mana ekranni o'ynaydek taqab qo'yib, bu kompyuterlar datlashib qolgan o'xshaydi, ovoz chiqmadi, ham o'ylamagan yerdan kompyuter tuyuqsiz o'chib qolib, texnikalik jihatdan qiynab qo'ydi. Shunglashqa Mavlankamning ovozi yaxshi chiqdi, ammo keyin muhim bir gaplardan chiqmay qolibdi. Şuna bugün birinciden şu çalıqan gaplarni to'liqlab o'tish. Yana birisi onunla qo'shimcha oldi hamda o'zimiz qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan bir nechta temalarda ko'pchilik bilan o'rtaq fikrlashish asosiy maqsad bo'ldi bugun. Oldi bilan adashman, men shaxsan bu javob topib bo'lgan bir savol bu, ammo şunu his qildimki, Uyg'urlarimiz orasida hozirgacha bu nuqtada ko'z qarashi mujmal ham egallagan uchuri to'liq bo'lmagan bir ahvol mavjud ekan. Ya'ni shu hozirgi qurultayni boshqarayotgan shu 2017-yili Rabiya xonimni majburiy yiqitib changalga kirgizib olgan desak xato bo'lmaydi. Shu changalga kirgizib olgan bir to'p odam bor va 5-6 odam bor. Bularninki shu chet eldagi diasporadagi siyosiy faoliyatlariga diqqat qilsak, bular shu dunyo yoshlar qurultayimi bir nimbatda shu bu Uyg'ur qurultayi qurilishining oldida qurilgan bir tashkilot bu. Bu shu O'rta Osiyodan tortib Ashada qurilganmi aytavur. Bular shu zamonda tuzgan nizomnomasi anglasam öz taqdirini öz belgilashgan. Hem şu chog'dagi shu bir 5-6 og'ayni hozirgacha qurultayning ishida shu piti bor, ham bular hamkorlashib, birlashib, Uyg'ur xalqi saylab chiqqan, demokratik usulda saylab chiqqan lider bo'lgan Rabiya xonimni majburiy putlab o'raytib bu qurultayni changalga kirgizib olgan bo'ldi. Ammo shu jarayonlarni men biraqur anglagan bo'ldim sendan shaxsiy, ammo ko'pchilik bilan o'rtoqlashsak, bu hozir qurultaydagilarninki kelib chiqishi, hozirgi tutgan yo'li nereden kelib chiqqan deganga bir javob topqil bo'ldiganda qildi. Shunga shu nuqtani bir yo'ritib bergan bo'lsam ko'pchilikka. Bo'ldi. Rahmat. So'zlab bergin. Ovozim chiqayotganda bu qatim. Ovoz yaxshi. Agar qarindoshlar, ammo tuvandek ko'rayotgan qarindoshlarimiz, agar yana ovozda problem bo'lib qolsa, xafa bo'lmay bir inkas yozayotgan bo'lsanglar, chunki
Sizlerning vaqtinglarni almayli, ham Abdurimjonning bakabiyo avar qilsak bo'lmaydi. Ko'rayotgan qarindoshlarimiz xafa bo'lmay, ovoz qandaroq bir inkas yozib o'tgan bo'lsanglar, rahmat. Ovozim chiqqan o'xshaydi. Sen so'zlagan shaxsan men to'g'ri qarayapman. Herhalde normal turadi, agar ovozing chatoq chiqib qolsa, ovoz yaxshi deydi. Demak yaxshi so'zlayvergan. Ovozim yaxshi chiqadi meniki. Tuvandikilar yaxshi anglab yaxshi deydi. Agar araliqda ovoz chatoq chiqib qolsa, tuvandikilar bizga yordam qiladi, inkas yozadi bence. Ovoz yaxshi deydi hammasi. Ekranga qaraqash desang bo'ldi-ki. Bo'ldi, men inkaslarga qarab o'tiray. Xo'sh, yaxshi. Naytdim muhim temani tayyorlabsa bugun. Oldidan qarindoshlarga assalomu alaykum. Barliq qarindoshlar, ekran oldidagi vatandoshlar. Endi bu vatan da'vosi masalasida bo'lib shu chet eldagi o'zim shohid bo'lib, o'zim bilib mengayotgan, o'zim anglayotgan va ichida o'zim qatnashayotgan nurg'unlagan tashkilotlarning vatan da'vosi faoliyat qilib mengayotgan shaxslarniki uzun yillik ahvoldan xabarim bor meni yaxshi. Bu to'g'riliq nurg'unlagan narsalarni yozdim, kitob nashr qildim, yozganlarimni to'plab bir qancha dona kitob nashr qildim. Agar shularni bir qor tafsili o'qib chiqadiganlar bo'lsa, nurg'un narsalarni tushunib ketadi. Shundaqdimi, yana doim tushuncha birib bo'lmasa, kishilarni toza diqqat qilmaydi ekan. Uyg'urlar qarindoshlarimiz ham deyiblik olmaydi, Uyg'urlar undaq, Uyg'urlar mundaqda. Bir ishlarga qiziqmaydi ekanda, ilinsiz muomala qilgan ish yomon bek ig'irga bizda. Tekrar anglab turibmi, kishini toza diqqat qilmay, anlamagandek bir xil kayfiyatda, bir xil pozitsiya bildirib qilgan ishlar yomon ko'pga, odatga aylanib ketgan gap bizda. Bu to'g'riliq yomonchiq yozgandim. Shunda olsun bugun aslida bu temaga asosan azroq bir xulosa tariqasida yig'inchoqlab so'zlashga tirishay. Bu hozirgi hamda Dunyo Uyg'ur qurultayiningki qurilgan vaqti 2004-yili aprelda bu qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi. Yenidan qurilgan bir tashkilot emas. Münchenning o'zida markazlangan ikki dona qurultay bor. Birisi Yoshlar qurultayi, Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi degan. Yana birisi Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi degan bu ikki tashkilotning o'zi markazi shu München shahrida. Bu ikki tashkilotni, ikki qurultayni birlashtiramiz deb uzun yil tirishchanlik ko'rsatib 2004-yili aprelda shu ikki qurultay birlashdi. Birlashma qurultayning o'zini Dunyo Uyg'ur qurultayi deb bu nom bilan atadi. Ondan keyin bu qurultayni erkin olibdikin yangidan qurgan bir tashkilot deb angelinib Wikipediyadan izlasam 2004-yil aprelda erkin olibdikin qurgan deb chiqdi buniki nomi. Ashundaq jarayon ashda chiqdi. Amaliyotda u qurgan yangi bir tashkilot emas. Mevcut ikki qurultayning birlashmasi. Birlashmasini tarkib topgan hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultayi. Endi bu Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi qachon qurilgan tashkilot desa, bunun bir so'zlab o'tay. 92-yil 12-oyda Istanbulda chaqirilgan Uyg'urlarniki muhojiratdagi Uyg'urlarniki liderlari, rahbarlari to'plashib chaqirgan bir qurultay shu vaqtda Sharqiy Turkiston xalqaro milliy qurultayi deb tirnoq ichida Uyg'uriston deb shundaq chaqirilgan 92-yil 12-oyda Istanbulda chaqirilgan. Buni 99-yil 10-oyda ondan keyin biz bu Turkiyadan olib chiqib, yana bu da'vorimizning markazini vatan ozodligi uchun kurash qiladigan, siyosiy kurash qiladigan bu organning o'zini g'arblashtirishimiz kerak degan cho'ng tirishchanlik bilan nurg'unlagan to'sqinliklarni yengib 99-yil 10-oyda Münchenda ikkinchi qatimliq umumiy saylam yig'ini chaqirilib,
Andan keyin Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultiyi deb bu nom bilan Germaniyada emga aldırıp bunda faoliyatını qilgan. Endi Dünya Uyg'ur yoshlar qurultiyi qachon qurilgan tashkilot desa, buning o'zi 95-yili 10-oyda Almatıda bir cho'ng yig'in chaqirilib, shu Sharqiy Turkiston yoshlari madaniyat kuni yoki Dünya Uyg'ur yoshlari madaniyat kuni, uchrashuv kuni degan o'xshash bir xil nom ostida cho'ng bir yig'in chaqirilib, andan keyin shu vaqtda asosli qilqi yosh vatanparvar vatan ozodligi uchun, millatning erkinligi uchun o'zini bekishlik hassini qo'sh orzusi bor, qizg'inligi yuqori yoshlarning o'zi qatnashib, O'rta Osiyodagi yoshlar bo'lsin, Turkiyada o'qiyotgan, Yevropada uçaqda jiq emas Uyg'urlardan 3-4 tane Uyg'urlarning tekin Germaniyada yoshlardan jiq emas. Asosli O'rta Osiyodan, Turkiyadan, andan keyin shu Amerikadan oz sondagi yoshlar qatnashib 95-yili oktabrda shuna bir bo'lib qurilgan desak bo'ldi. Dünya Uyg'ur yoshlar qurultiyiningki bo'lib qurilgan desak 96-yil 11-oyda, ya'ni 1 yildan keyin o yig'in Almatıda chaqirilgan yig'indan 1 yil keyin andan keyin München shahrida Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi deb bir tashkilot qurmaymiz deb shu yoshlarning o'zi asos o'lni tishlab chiqib, tayyorligini qilib, nizomnomalarini tuzib chiqib, Sharqiy Turkiston Milliy Majlis qurmaymiz deb yig'in chaqirgandan keyin bu yig'inga kelgan asosliq peshqadam inqilobchilarning o'zi Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyining rahbarlari. Ham shu Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyini qo'llaydigan rahbarlar peshqadamlarning mutlaq ko'p qismi. Ular unda bo'lgandan keyin 92-yili İstanbulda chaqirilgan Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyi tuzuk rivoj topolmay, u yerda quruvini qo'mbesh qilayotgan chog'da sizlar yoshlar bunaqa madad bermay, endi bu qurultayning yanida yana bir qurultayni shakllantirmoqchimi degan norozilik kayfiyatlarini aytib kuchli bo'lganligi uchun andan keyin bu Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi qurilmay, andan keyin Sharqiy Turkiston yoshlari qurultiyi quringlar, cho'ng qurultayning milliy qurultayninki o'xshash yoki yoshlar sho'basiga o'xshash bir tashkilot quringlar deb taklif bergandan keyin naq maydon yig'in qatnashchilari andan keyin muzokara qilish yurib, Sharqiy Turkiston yoshlari qurultayimi qurmaymiz degan chog'da bu O'rta Osiyodan kelgan vakillar qopmaymi, tugmaydigan Sharqiy Turkistonchilik bu. Uyg'uriston deb qurish kerak deb bu majrolar paydo bo'lib, oxir javobni ko'rmaydigan, yig'in ko'rmaydigan qilib, Dünya Uyg'ur yoshlar qurultiyi degan nomga muqimlashib, 96-yil 11-oyda Münchenda bu yoshlar qurultiyi qurildi deymiz. 96-yilda. 96-yil 11-oyda Münchenda qurildi. Manadan 3 yil keyin Aviaman degan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultiyi İstanbuldan yetkazib akilib, Münchenda elga oldirildi. Shuna bilan Münchenda Uyg'urlar az. Shu vaqtda men kelgan chog'da, men 97-yil 3-oyda kelgan. Shu chog'da bir 50-60 tak Uyg'urlar bor ekan. Adam az, ammo ikki cho'ng markaziy tashkilot bor, undan boshqa yana 2-3 tashkilot bor. Bunati yaxshi bir vaziyat bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin to'la majro chiqib, ikki qurultayning orasida to'laliqi odam talishadigan, tutuq talışıdığan, tehdit talışıdığan, jiq kelishmasliklar yuz berib, to'la majro bo'lib, xuddi hozirgidek. U vaqtda Facebook, WhatsApp deydigan narsalar bo'lmagandan keyin, uni dunyodagi har qaysi ellardagi Uyg'urlar undan qilchimi xabar bo'lolmaydi u vaqtdagi majrolardan. Shuning bilan uzun yillik ziddiyatlardan keyin, andan keyin 2004-yili aprelda ikki qurultayni birlashtirish yig'ini chaqirilib, birlashtirilib, Abiam deb o'tib ketgan o'xshash muqaddimasida Dünya Uyg'ur qurultiyi deb bu nom o'tirib chiqdi. Buningga Erkin Aliptekin apandi reis bo'ldi. Ikki qurultayninki reislari o'ng qanot, so'l qanot bo'lib, bu Erkin apandimninki o'xshash
shundoq bo'ldi, bir birlikni o'tirg'i chiqadi qandoq bo'lmasin. Ammo bu ikki taraf birlashgan bu qurultayninki ismida bunday qarasak, Dünya Uyghur Yaşları Qurultayı degandiki, yoshları degan so'zning o'zini shunday elib olsang, Dünya Uyghur Qurultayı degan bo'ldi ekanda, hozirgi shu qurultay shu. Endi bu qurultayni orqa qaytirib olsang, 2004-yil qurilgan qurultay emas, 96-yil 11-oyda Myunxenda qurilgan Dünya Uyghur Yaşları Qurultayı shu degan bo'ldi. Endi buningki rahbarlariga kelsak, Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining rahbarlari 2004-yil 11-oyda hammasi tasqib chiqarilib ketdi. Mana shu Dünya Uyg'ur Qurultayiningki ichidan ular asosliq bir-birlab istifa berib, asosan chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin o qurultay chaqirilish jarayonidami joylardagi Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayining vakillari, muhim rahbarlari ham chaqirilmagan. Bu Dünya Uyg'ur Qurultayi bo'lib, ikki qurultay birlashgan yig'inga chaqirilmagan asosli. Bu ishniki turg'un narsalar bor. Yig'inning o'zida men saylam ishtirok qatnashib, vazifa qo'l ko'tarib ish qilmagan bilan, ammo butun tayyorlik ishlarida yillab bu ishning ichida men bor. O yozib qo'ygan xatlarım bor. Şunu asasda nurg'un kitoblarimga kirgizdim shu vaqtdagi voqealarni, rezil narsalarni yozib bu kitoblarga. Rezil voqealarni. Endi demak, Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining asosliq rahbarlari 2005-yilga kelgichilik oraliqda bu Dünya Uyg'ur Qurultayidan tasdiq qilib, rahbarlik jihatini aytgan chaqdimi yoshlar qurultayi qilib qoldi, erkin odatlikni hisobga olmagan chaqda. Bir dona qiyradan yolg'iz ham bu yerda turdi, qolgan hammasi yoshlar. Aqasi 50dagi vakillarmi asosliq yoshlar qurultayining burungi vakillari. Ondan keyin xarakteriga kelsak, endi bu tashkilotning xarakteriga kelsakmi, 96-yil qurilgan şu Dünya Uyg'ur Yoshlar Qurultayining nizomnoma va xitobnomalari ajraq remont qilinib bilan nomi moddalari o'zgarib bilan naq Dünya Uyg'ur Qurultayining ustiga turg'izildi bu. Turg'izilgandan keyin Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayining hamma narsa so'kilib chiqib bilan bekor qilindi degan gap. Bunun asas rol oynagan kimler hem de şu sen degandek şu nizomnomaning asasen şu peti küçülüp gelişide asas rol oynaganlar kimler hem de? Rol oynaganlar şu qurultayni o'ziga elib erkin odatlikni efendi asosli 5 yil turdi. O odamni shu asosliq demokratiya, inson haqlari o'z taqdirini o'zi belgilash degan shu kurashda menotgan odam asosliq demokratiya bilan ish qilamas. Xitoy demokratiyaga o'tmay turib, Sharqiy Turkiston masalasi hal bo'lmaydi deydigan bunda fikrni burundan jiq tashabbus qiladi o'zi, gazetlarga yozadi deb fikrini. Gazetlarga jiq ko'riladi. Endi shu odamning o'zining mo'tadil fikri o. Bo'lib erkin odatlikni efendi shu Tibetninki o'tir yo'lga kirgan shu narsani bek maqtaydi. Tibetlarning ilg'or ishi yapmadi. O'tir yo'lga kirib, oliy avtonomiya masalasi bilan o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipi bilan Tibetning mustaqillik g'oyasiga yetadigan bir yo'lni tanladi. Bu ilg'or yo'lda jiq tashabbus qiladi. Ondan keyin buni ichida aktiv bularni amalga oshirganlar shu yoshlar qurultayiniki hozirgi rahbarlari shu. Hozirgi kim bo'lsa bir adam emas u, bir odamga otib qo'ysak bo'lmaydi. Bir odamning o'zi bir ishni qilaman deyilsa, o bir odam bilan qilolmaydi. Bir kollektiv bor bunun ichida. Ta shu 96-yil en kechikanda 96-yil 11-oyda Myunxenda shu Dünya Uyg'ur Yoshlar Qurultayini qurishga aktiv qatnashgan ve onundan keyin saplangan qizg'inlik bilan buningga saplanib vazifa olmasini ish qilib izchil qo'llab kelayotgan xilijiq kishilar bor. Bir kollektiv deyiladi buni. Sari mayli 20 bo'lsin, 30 bo'lsin yoki 6 bo'lsin, 5 bo'lsin, qanday bo'lsin, bir ya ikki odamning ishi emas, bu bir kollektivning ishi. Shu kollektiv bu ishni ham demoqda davomlashtirib mangan deymiz, idora qilgan. Ondan keyin bu sürgünlük hükümet to'g'riliq men so'zlayaptim, bu 6 qism, 5 qism so'zlagandim men sürgünlük hükümet to'g'risida 2 yilning oldida. Endi shuni mazrak ashlatib qo'yay. Bu 2004-yil aprelda ikki qurultayni birlashtirish yig'inida, Myunxendagi bu yig'inda bu
Şarkı Türkistan Milli Kurultayının nurgulluğun rahbarları, vekilleri şallanıp çıkırıp etilgenden keyin hem jığınga çağırılmaylam taşınıp kalgandan keyin şu yılı 9 ayda 8 sentabr dep çıkarak yızıldığantı hazır kalendar yeniden emas. 2004 yılı 9 ayda Washington'da yığılıp andan keyin bular qo'pib biz Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston Milliy Qurultayini qayta quramiz degan fikrlarmi bo'lib, qanday degan chaqda Mao Eysa apandim oilasini bu guruhning o'zini burunqi peshqadamlar avtonomiyachi Chin Turkistonchi deb yomon ko'rilgan ishlar bor ekan. Endi bu Eysa apandimning guruhiga oid bo'lgan Erkin apandim reis bo'lgan bu Dünya Uyg'ur Qurultayı andan keyin bu o'z taqdirini o'zi belgilashda vatandan chiqqancha shu yilqi cho'ng bir markaz tashkilot quramiz deb ayonman degandek faoliyatlarni qilib cho'ng peshqadam mustaqilchilarning ko'ziga sig'may qolgan bu yoshlar bilan endi bu Eysa apandim guruhi birlashib bu mustaqillikning bayrog'ini endi tushirdi, bu yo'q qildi, endi avtonomiya bu Chin Turkistonchilik o'tirib chiqdi. Shunlashqa biz endi bu Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayini qayta tirildirmiz deb bir xil fikrlar bilan andiki yana bir Türkiyalar qurultay deb eshiyemiz surgundagi hukumat deb cho'ng ishni qilamiz deb bu shunday fikrlar bilan asoslab Washingtonga yig'ilib uning sohibxonligini marhum Hüseyin Qari İslami bu adam Mekke'de vafot etib ketdi, nihoyatda aktiv shu vatan mustaqillik uchun jiq kuch chiqargan munavvar bir zotdi. Mushu Hüseyin Qari İslami efendimninki iqtisodiy mablag' selishi bilan, shuni kuch chiqarishi bilan andan keyin surgundagi hukumat bo'lishi kerak deb bu yig'in Washington chaqirilgandan keyin bu qurultay deganni qo'yib turganda biz surgundagi hukumat deb turaylik. Qurultaymi, endisimi shu hukumatning ichida xizmat qiladigan, faoliyat qiladigan bir tashkilotga aylansin. Biz mustaqillikni hukumat shaklida olib boramiz degan bu fikr asosli kuchga ega bo'lib, andan keyin 2014 yılı sentabrda Washington'da Sharqiy Turkiston surgundagi hukumati deb bu hukumat qurildi. Qurilgandan keyin bu surgilishlar shu vaqtda boshlandi asoslab. Mayaqning o'zini avtonomiyachi Chin Turkistonchi deb, ayaqning o'zini mustaqilchi deydigan shunday qilqi ziddiyatlar asosli surgilishlar tadrijiy holda meydana kelishga başladı. Endi bu surgundagi hukumatninki hozirgi holga tushishidagi boshlanish shu 2005-yillar boshlangan. 2004-yil 9-oyda qurildi hukumat. 2005-yili 6-oyda yoki 5-oyda uni xotirda bat yozib, toza nima xotiramga qo'yish nomlari. 2005-yili şu 5-oylardaki İstanbul'da bu surgundagi hukumatniki yig'inni chaqirib, alayda cho'ng bir nimasi parlament yig'ini. Buna da şu Enver Yusuf şu vaqtdagi hukumatning bosh ministri edi. Enver Yusufni tanqid qiladigan bu o'ylaki o'zbekchilik qilib bosh-boshliqlik qilib hukumatning ichidagi yoki parlament millat vakillariniki o'rtaq qaroriga bo'ysunmay o'z oldiga ish qildi deb buning o'zini ogohlantirish bir yig'in ochamiz deb yig'in chaqirganda Turkiya hukumati bu Anvar Yusufni kirdirmagan gap Turkiyaga shu vaqtda 2005-yil mezgilda. Turkiya kirdirmagandan keyin shuning bilan bu bosh ministr yo'q, bu parlament yig'inini chaqirib fikr qilib yurib shu Anvar Yusufni biz bosh ministerlik, qo'shimcha tashqi ishlar ministerlik vazifasidan ep tashlab, milletvekillik salohiyatini saqlab qolamiz, ogohlantirish qilamiz deb bu qarorni bu odamni ep tashlayotgandan keyin shuni bu odam qo'yib, buni qabul qilmaganligini, bu hukumatniki surgundagi hukumatniki qarorini qabul qilmay bir to'p xoinlar, vatan saqlagan xoinlar, menga o'xshash bir inqilobchini surgundagi hukumatni dasturga solib, men o'zim qurib chiqqan bosh ministr bo'lsam, tashqi ishlar ministri bo'lsam, meni qaslab Xitoyning g'olchilari vazifadan olib tashladi deb hukumat meni deb bu odam andan keyin hukumat meni deb shuni ular o'zini prezident deb saylablar. Shuni bilan bu shu vaqtda boshlangan 2005-yilda boshlangan bu ish.
Endi sürgünlük hökümetninki 2019 yıldaki, 20 yıldaki halıga kelsen, bununki asaslık şu təvörünüp qilişiga sebep bolgan narsa şu 2005 yıldaki macera sebep bolgan. Endi jarayonlar şu endi. Bu endi bu Dünya Uyghur Qurultayının özüge qaytıp kelsek, endi Dünya Uyghur Qurultayı ayaqның özüde Washingtonda sürgünlük hökümet paylaşı oldu. Anwar Yusuf'niki andaq xarakteri bilen. Endi bu qurultayga kelsek, bu qurultayning o'ziki birlashish jarayonida qaytilgan milliy qurultayniki rahbarlari butunlay sug'urilib, chekinib chiqib ketdi yoki chiqarib etildi. Shuning bilan bu yoshlarniki ustiga kelib qoldi. Erkin Olattekin efendi kesel adam to'la doktorxonada yetib qolgan. Bu ish muammadi. Qurultay bu Myunxenning o'zida ishxonaning ijorini to'layamaydigan holga tushib, ig'ir kunga qoldi rasmiy. Bir qancha qatim ko'chdi, cho'ng ishxonadan kichik ishxonaga ko'chib, hatto ishxonasi taqilib qilib, tasli qoldi. Shu katiblari yo raislari mening adresi deb qo'llanadigan shunchalik darajaga tushib qolgan chog'ning o'zida, andan keyin Myunxendagi Uyg'urlar to'plashib, bunda tashlasak bo'lmaydi deb ziddiyat bo'lib ketgan boshqa tashkilotlar bor. O tashkilotlarni bir arqa to'plab, masalan, Uçqil Davray, Sharqiy Turkiston Yevropa Birligi deb bir tashkilot, shu Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayining rahbarlari bu tashkilotning mas'ullari edi. Valla Milliy Dünya Uyghur Qurultayidan chekindirilib chiqarilib ketgandan keyin o Sharqiy Turkiston Yevropa Birligidan bu tashkilotni ching tutib turib, endi keyin butun Myunxendagi Germaniya Uyg'urlarni yerlik tashkilot idora qildi deb, o prinsip bo'yicha endi keyin Uyg'urlarni ular idora qilib turgandan keyin bu Uyg'ur Qurultayi, Dünya Uyghur Qurultayi shuni palash olg'a tushib qolgandan keyin bu yaxshi bo'lmaydi deb, shuni bu biz ko'pchiliklar buni safarbarlik qilib, andan keyin Dünya Uyghur Qurultayini shu Sharqiy Turkiston Yevropa Birligining ishxonasiga ko'chirib akilib, hozirgi ishxona shu. Andan keyin bu ikki tarafni yararlashtirib, andan keyin yig'ilgan bedel, a'zolik bedel pullarini keyin tang to'lab, ishxonaga ashta qilib yurib, jon saqlab, to'g'andan keyin Pokpida bu qurultayning taliga Rabia Qadir xonim Xitoyning turmushga chiqdi. 7-oyda 2005-7-oyda Germaniyaga keldi. Rabia xonim şu vaqtda ikki arasida tanlashdi qilib qoldi. Bir sürgünlük hukumatga kirish, yana bir qurultayga kirish. Shuning bilan biz qurultayga kirishon deb ching talab qildik. Xonim qurultayga kirdi. Hamda Erkin Olattekin meni talab qildi. Erkin Olattekin qurultayga kirish pastlab taklif qildi. Shunga kirdim deb Rabia xonim da so'zlab turib, bir xatim oldim. Bunda emas. Erkin Olattekin efendi reis bo'lishning oldini olib intayin jiq o'ynagan şu vaqtda 2005 yıl 10. aydan başlap 2006 yıl 11. aygacha 13 ay mezgilde nayt jiq to'sqinlik qiladi. Og'izda deb qo'ydi, voy anamiz o'zli lider silik qilmas bo'lmaydi deb qahvoya deb qo'ydi, ammo jiq ishlarni qiladi. Buning guvohchilari bor. O maqsadi nimada unda to'sqinlik qilishga maqsadi nima u odamniki? Bu qurultayni qo'ldan chiqarib atmaslik, hozirgidek turish. Ya'ni o'zi tutib turish yani. O'zi tutib turish, qo'ldan chiqarib bo'lmaydi shu. Endi Rabia Qadir xonim buni qo'liga olgandan keyin uni endi dunyoga olib chiqdi. Ha? Çıktı o hem de, çıktı ha. Şu çıktı dünyaya, Uygur'un ki davasını, Uygur'istan demem hem de, Şarkı Türkistan değil, bu vatanın davasını, mavi bir ketimde biz Türkiye'den kutkuzup ekilip Germaniye'ye uğurlaştırdık. İkinci ketimde bu Germaniye'deki paylaş, veyran buluş vaziyetinden Rabia Qadir Xan'ı kutuldurup, bu davanı Amerika'ya yüzlendirdi. Şuna olan Uygurlar tashkillik jihatda Amerika yuzlandi. Endi mushundaq bo'lmasligi kerakdi. Endi keyin bu ketdi endi. Biz nihoyatda ig'ir kuch chiqardik bu ishga. Endi uniki odamlarning ismini deb yurmayman. Nurg'unlagan odamlar bordi, shu ishga kuch chiqargan. Orasida ba'zilar bilan ig'ir ziddiyatlashib ketdik. Ammo shu vaqtning o'zida nihoyatda yaxshi ish qilgandik biz. Rabia Qadir xonimni qurultayga rais qilib. Demak, endi Rabia Qadir xonim 2006 yıl 11. ayda bu qurultayga reis bo'lib, andan keyin Amerikaga yo'tkab, shuning bilan NED'dan pul hal qiladigan ishlarni yo'lini mengib, shuning bilan bu sekretariyatlarniki maoshini hal qilib, hozirgi shu NED'dan olayotgan maoshlar shu 2006 yil Rabia Qadir xonimniki izchil tirishchilik ko'rsatish bilan amalga oshgan ishlar bu. Shunda bo'lgan hamdi. Jarayoni boshqa. Ya'ni buni tamam, hamda hozir bu so'ni so'rashimdagi sabab, men g'ilpal anglab qoldim, o'zining og'zingdan anglaydi dedim. Sen meni bilsa,
Hozir hamda bu Qurultayniki nizomnomasiniki asosliq g'o'liniki o'z taqdirini o'zi belgilash ekanligini bilamiz. Bu nereden kelgan deganga javob berish uchun so'rdim buni. Shu demakki, shu Vankatovlar 5-6 yoshlar qurgan shu yoshlar qurultiyidan tortib hozirgacha shu o'z taqdirini o'zi belgilash degan nizomnoma 96-yildan tortib desam, hozir masalan 25 yıl oldu. 25 yılın yağı bu teşkilatınki nizamnaması özgermedi degen gap. Yani asaslık nişanı özgermedi degen gap. Ancha-muncha qo'shimcha bir narsalarni kirgizgan bo'lishi mumkin, ammo asosliq nishoni, ya'ni bir tashkilot qurishdagi maqsad vatanning ozodligi, mustaqilligimi yoki erkinlikka erishishmi yo demokratiyani ishga oshirishmi bundoq bo'ladi. Ammo bu Qurultayniki nizomnomasi hozirgacha bizning bildiğimiz o'z taqdirini o'zi belgilash. Bu shu 96-yili shu Vankatovlar yoshlar qurultayi qurgandan tortib o'zgarmabdi ekan. Bu nima o'zgarmagandan boshqa, bu nizomnoma o'zgarmagandan boshqa diqqat qilsak, shu Rabia xonimni majbur o'rib etib, suiqasd bilan o'rib etib, qurultayni changalga kirgizib olgan odamlarmi o'zgarmadi? Uning qo'shilganlar bo'ldi. Qo'shilganlar bo'ldi, ammo bu g'oli o'zgarmadi, ya'ni asosli odamlar o'zgarmadi. Endi bu masalan, men 20 yildan eshitib chetga chiqqili, men nurg'unlagan tashkilotlarning qurilib, vayron bo'lib, yoq siqishib bir-birisi bilan shundan bo'lib ketganlarni ko'rdim, ammo shu sen tilga olgan yoshlar qurultayidagi shu 5-6 shu qurg'uchi g'olliq odamining hozirgacha hiç buzulmay, izchil urug' tuqqan degan akuflarninki bir yerda bir necha yil yashab bo'lmay yoq siqishib ketganlarini ko'rgan, ammo bular hech o'zgarmadi. Endi yoq siqishib o'zgarmagan yaxshi. Aslida shunda bo'lish kerak aslida shu. Tabii. Buzilib ketmagan yaxshi. Oyliqi surgun hukumatning hikoyasini bilmayman men. Surgun hukumatga sohibxonlik qilib, o'zi shunda yo'lni mengib Amerikada. Kongressdan Amerikan hukumatining xodimini yig'inga qatnashtirib, shunda Anvar Yusufning o'zi keyin o yerdagi qanday qilsang bir yilga bormaylam, yoq siqishib, xoin josus deb tillab odamlarni unda buzib bunda chiqib ketdi masalan. Buni bir tarafdan qaragan chog'da nima degan olmaydi. Bu bir samimiylikdan, sog'lomlikdan bo'lgan ish degan olmaydi. Shunda bir hukumatdan qurilib, bir hukumatning o'zini vayron qilib etib, undan keyin millatninki umidini barbod qiladigan deydigan bir buningdan bir suiqasd bor deb tushunishga bo'ladi. Aslida inoq yaxshi o'tgan bak yaxshi. İzchil fidokorlik ko'rsatmagan yaxshi. Ammo nima uchun ko'rsatgan fidokorlik degan gap bor. Nimaning ustida inoqlik bor, nimaning ustida ittifoqlik bor. Bu qanday bir strategiyaning davomi deydigan ma'noqni aydınlashtirish to'g'ri keladi. Shu. Endi bir sirtdan bir kuchlarning o'zi mushundaq idora qilamdi degan gumon to'liq kechirdim kallamga. Bir strategiyaningki izchil ijroatimi degan narsa ko'p kallamga aytib jiq keladi mening. Endi binasi desa isbotlamamda isbotim bo'lish uchun men Beijingga rasmiy Junanxoga bag'lanishim kerak. Bulardan yuqori o'rinda bo'lishim kerak men. Bunisi qandaqlik moddiy isbot keladi. Tabii. Unda isbot bo'lmaydi u. Meni qo'lim nima ish qilibdi? Masalan olsak, bu 47-yildagi Jang Dijung Sharqiy Turkiston ishg'ol qilgandan keyin tinchlik bilan mustaqillikni barbod qilib, Gomindanchilar bilan mustaqilchilar birlashib, Shinjang o'lkalik hukumatini qurib, undan keyin Sharqiy Turkiston milliy armiyasini asta-asta kuchsizlantirib, Gomindan armiyasini kuchlantirib, shunday qilayotgan chog'ning o'zida Jang Dijungning o'zi Gomindan armiyalariga o'zining qo'l ostidagi bosmachi armiyalarning o'ziga so'zlagan nutq voqea. Buni sama anladım bu Abdurrahim G'ani Bizning shu majrani ep chiqib qoldi. Shu Jang Dijungninki shu nutqni so'zlagan yerda Aysa apandim baka billa Amravlov janobga bilib beribdi-ki. Aysa apandim hamda shu Jang Dijungdan yuqoriroq odam bunday aytgan chog'da siyosiy jihatda Jang Dijungdan bu martabasi yuqori. Jang Kaychininki yendi tiklan bir odam deyishga bo'ldi. Jang Dijung harbiy amalda G'arbiy Shimoldagi 5 o'lkani idora qilgan ishg'oliyatchi harbiy amalda.
Ama İsa efendim Uygurlar bilen Xitaylarning orasidagi diplomat xodim yuqori amaldor adam. Va shu Zhang Jizhongninki shu armiya degan harbiy istixborot ham bak muhim narsa, u odatdagi odamlar qatnasholmaydi. Va shundoq armiyaga nutq so'zlab bu Sharqiy Turkistonni biz besib olgan ya bizning emas. Bu Uyg'urlarniki. Shuning uchun biz Uyg'urlar qattiq qo'lliq qilsak, hozir vaziyat davolga turayotgan chaqning o'zida bu yerda bir majra chiqib qolsa, xalqaroliq bir daraja ko'tarib ketib qolsa, bu ig'ir bir mas'uliyat keldi bizga deb o'zining ehtiyotligini, ehtiyot qilganligini tushuntirish nuqtasidan so'zlagan bir nutq bor ekan. Bu nutqning o'zini keyin broşür qilib besib, ichki qismda maxfiy tarqitildi deb shu harbiy ofitserlarga, cho'ng generallarga tarqatgan material ekan. Bu İsa efendimda shu material bor ekan. Demak, endi buni misol qilib bu materialni qilmoqchi emas hozir men, u tema emas. Ya'ni qo'lda isbot bo'lish uchun boshida cho'ng maktab bo'lish kerak-da. Tabii. Bu yig'inlarga shu vaqtdagi o'lka hukumatniki muavin reis bo'lgan Ahmad efendi qatnashmagan, ammo İsa efendi qatnashgan, boshqa bo'lgan İsa efendi. Yine demek ülkelik hükümetin muavin reisiniki birleşme hükümetin muavin reisidir mi? İsa efendininki mertebesi Xitaylandı yukarı diyen gap. Andak adamı buldu, buldu merkezliğindeki. Hem benim kulumda kantak bulup ispat bulmak için ben Cumhurbaşkanı'ndan haydi ki şöyle ki daimi komitet yattı Xitay var, çoğunluğu şu yerde bağlangan olsa andikim buldu benim kulumda. Bu mesela bir kuldu ispat. Ama akıl bilen mi da? Akıl işligen ama küçük vaxtida ömürlep жүрüp to'qin yapmagan adam bo'lsa, mantal qaraplan binasınınki nereden kelip ne ki tatqanlığını bilip qalıdı. Aqlını azlaq bilip qalıdı adamlar. Buna ispat pakit ketmeydi. Endi demek 25 yıllık özgermey davamlaşatgan bir strategiyanınki davamı bu. O adamlarınki mesela nima uchun bundaq inoq ittifoq uchdi degan gapni desangiz, urushchi ulan demsa, urush yo'q. Yaxshi qishib ketgan deb qo'ydi eli. Halqi kichik vaqtda bo'lmoqni deb qo'yib olganlar. Men yo'q gap qo'ydim hozir bu yerda ajrab, qo'pol gap qo'ydim. Ammo aqlli o'ylash kerak shu bir narsani. Endi bu Milliy qurultaydinki rahbarlari chiqib chiqildi. Ahmad Egambadi, o'rnidan keyin Falan Pustanlılar, hozirgi amaldorlar nurg'unlari chiqib chiqilgandan keyin bu tashkilotning o'zida bir pallada shu birinchi pallada Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultayiniki barliq vakillari rahbarlari 2004-yilda bir chiqib chiqildi, tozalandi bu da'voninki ichi. Ondan keyin ikkinchi qadamda bu Rabiya Qodir xonimniki kuchi bilan Amerikaga yuzilinib, Enediga yuzilinib, iqtisodiy maoshi hammasi hal bo'lib, bir yaxshi bo'lgan chaqda Rabiya Qodir xonim izchil chatga qo'yib, bilaman, noyat jonliq mazlumga ishqi vatan millatni deb shuncha ichida 11 yil chidab, urush yurmishlarga tillishib yurib, g'aybatini qilib siratildi. Qizg'in emkash chunda yurib, Rabiya xonim 11 yil chidab, oxirida mendekin nima ish bo'ldi? Çekindirildi Rabiya Hanım yeni bir tazlandı temizlendi. 2017-yilda 11-ayda bu kurultay yeni bir ketim tazlandı deyimiz. 2005-yilda bir tazlandı. 2017-yil 11-ayda yeni bir tazlandı. Endi tazlandı ama masina deganidek bir strategiyaning davomiga o'xshash 96-yil 11-aydagi ballar bular to'liq hozir bu da'voning tizginini ichidan va sirtidan hammasini oldi deymiz endi. Bir tarafidan qarasang tashkilotda vazifasi bo'la so'zlayotgan, yana bir tarafidan qarasang faqat vazifasi yo'q, ammo shu yig'inga qatnashadigan, qo'llaydigan va hokazolar so'zlayotgan ish qilib bu Uyg'urlarningki taqdiri to'g'risida hozirgacha bo'lmag'or har turli Dimashqqa tegishli xiyonat qilgan o'xshash, xoinga o'xshash gaplar chiqib ketdi. Yani bir turkum yosh rahbarlarningki hozir yoshimiz o'tirishga berib qoldi hammasi. Bo'shaning og'zidan jiq qatorliqlar chiqib ketdi. Ammo bularningki yoki qo'llug'chilari, yiltizlari, shoxlari keng bo'lganda ekan dunyoning hamma yerida. Endi hammasini bu endi bir strategiya bosh qo'ymaydiganda shunda bo'lsa-mu, endi odam ashta o'ylab qoladi. Ish qilib mengatdi bu ishlarni. Hatta ish qilsa mengatdi. Hatta gap qilsa mengatdi bu ishlar. Demak, buni bir narsaga misol qilsak, 44-yil 44-yil 8-oyda G'uljida inqilob qurolliq tashkillanib, inqilobli qilib
11 ayga kelgan chog'da tashkilotdan birini qurib, ismini Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati deb atab, andan keyin vatanni ozod qilib, mush janub tarafdagi partizan kirgizib, mushu Oqsuv Qo'nishani ozod qilib qo'ygan 2045-yilda ya. Keyin va shimol taraf butun ozod bo'lib, markaziy rayonga Manas daryosiga borib berib, shunda bo'lgan chog'ning o'zida andan keyin bu inqilobni boshlaganlar, shu inqilobni qanchacha boshlaganlarning ichidami fidokorlar va uning sirtida payki tutganlar atrofdan g'ojmahib to'plashiblar, hukumatning qo'liga eliblar. Andan keyin bu darhol boshqa bir yo'lga boshlab, bizning maqsadimiz tinchlik, Jungoda bir tinchlik o'rnatib, demokratik har qaysi millatlar inoq ittifoq yashay oladigan bir vaziyatni barliqqa keltiramiz degan bilan andan keyin nima chiqdi? 11 moddalik shartnoma degan narsani majburlab turib, ashuni Xitoy majburlamadi, o'zi majburlab turib, bular ikki tarafdan, atrofdan Gomindangning ichidagi dangliq rahbarlarimiz, inqilobchi dahi marhumlarimiz, Mayoqning o'zidan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetininki rahbarlari, dangliq rahbarlari to'plashib kelib, Stalin majburlab qo'ydi deb turib, shuning bilan mustaqillikning bayrog'ini tashlab 46-yili 2-iyul 6-iyun 6-ayning 2-kunsi rasmiy to'xtamni amalga oshirib, 7-ayning 15-kunsi o'lkalik Xinjiang o'lkalik birlashma hukumat qurultayini deb e'lon qilib, shunday qilib mustaqillikni yug'ishtirib, yo'qotgan bugungi 10 millionlagan Uyg'urninki qon qissasiga hamda ashlar bo'g'ildi. Bo'g'ildi hamda. Endi bo'g'ilsa, millatga nima foydasi uniki? 70 yil o'tgandan keyin ular qon qissasiga bo'g'ilsa, nima foydasi uniki? Tahiyda ba'zir uniki xotirlayotgan tursak, dunyoning hamma yeri dahirimiz deyotgan tursak, uni endi nima degan bo'ldi buni? Bugungi kunda endi tarixni nima uchun o'qiymiz, nima uchun yozamiz, nima uchun aslaymiz degan chog'da tarixni qayta takrorlab, yana aşında xatolikni o'tkazmaslik, yana aşında po'qni yemaslik uchun bu tarixni o'qiymiz, tarixni yozamiz. Endi bu tarixni yozib qo'yib, tomlab, 10 tomlab tarixni yozib etib, odamga yillab o'qib tugitib bo'lmaydi, tarixni yozib turib, yana qo'yib shu tarixda o'tgan osiylikni, xoinlikni bugun yana qayta shu yo'l bo'yicha takrorlayotgan bir vaziyatni ko'rib turib, yana ashunga chavoq chaqan chaqning o'zida bundaq tarixni axlat deyishga to'g'ri keladi. Tarixin sınıf, bunda tarixlerin əxlət. Tarix bo'lgandan keyin ondan bir xulosa chiqarish kerak. Ondan bir xulosa chiqarib, bir andizini o'tirib qo'yib, 44-yil nima bo'lgan, 45-yil nima bo'lgan, 47-yil nima bo'lgan, 49-yil qanday bo'lgan. Hozir qayoqqa qarab ketadi ishlar deb, bundan bir yakun chiqara olish kerak, to'xta dera olish kerak millat. Ya'ni o nima deramasa, endi keyin menda Bana o'xshash adam yolg'iz emas. Dunyoda bunday nurg'unlar bor. Andan keyin to'tag'iz gaplashsam, pishniqor, hasadxor, voy Xitoyning falan narsada vayvan chiqiblar, cho'plamagan to'mir qolmaydi. Og'zimga yetib qoldim. Ammo so'lni sendan so'rashim. Agar ashad bir vatan bo'lmagan bo'lsa, ashad bir vatanning o'zi Xitoyning qo'lida qolmagan bo'lsa, biz bir vatanning ozodligi uchun, vatanning mustaqilligi uchun biz bir ish qilamiz demagan bo'lsak, andan keyin bugünkidek 10 millionlab qarindoshlarimiz u yerda bir qirg'in qilishga mahkum bo'lmagan bo'lsa, Parizatda qizlarimizning o'zi Xitoyning oyoq osti bo'lmagan bo'lsa, yigitlarimizning o'zi Xitoyning oyoq osti bo'lmagan bo'lsa, yigitlarimiz o'zi balkim nima qilsam qilda to'q. Nima qilsan qilasanlar. To'qiysan, yerish. Sendek adamlarga ichinig'idek bika yurak yo'q desak bo'ladi. Ammo u yerda bir vatan ketyotadi. Bir vatan. O ketgan vatan-ku hamda bu 70 yil burun ketib bo'lgan-ku, bika sotgan-ku vatanni. Ketgan vatan. Vatanni ketyotdi desak, uni aytib madhiksiz gap bo'lib qoladi. Ammo u yerda bir millat dafsanda qilinyotdi. Etyapsizmi Fadil çıkartı adam, etlip gitti şu milleti. Ama
acayip ig'ir qiynalyapti. Chidab bo'g'ilib bo'lmaydi bu vatandagi o qiynoqlarni ayda yilda bir qitim chet elga chiqib qolgan shu video film rasmlarini ko'rib inson yurak chidag'ili bo'lmaydi. Shunday bir vaziyat bo'lgandan keyin lekin biz buni qaynaymiz. Bu ishni yo'li chiqilaylik deymiz. İşini yo'li chiqilaylik. Bu 45-yildagi xoin munofiqlarningki yana bir chet elda yuz bermesin, erkin dunyoda yuz bermesin. Biz erkin dunyoda so'zli bo'lsinmi? Mana ketkizib qo'ymaylik biz. So'zli bo'lsin, u vatan mening, u vatanda mustaqil qilamiz, u vatanda Xitoyning haqqi yo'q deb millatning irodasini so'zli bo'lsinmi? Biz berbat qilmaylik. Tashkillanaylik, mukammal tashkillanaylik. Mustaqillik uchun chet elda ölmeymiz-ku. Chet el mustaqillik yangi bikim o'ltirmaydi-ku. Turmuga solyapmaydi. Nima uchun? Agar shu o'z taqdirini o'zi belgilash degan gap u bir cho'ng gap u. O'z taqdirini o'zi belgilash degan gap qanday yerda bo'ladi desang, Xitoyda tasavvur qilib bo'lmaydi uni. Xitoyda uni herkes tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu 45-yili mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini Xitoyga bersinmi o'z taqdirini o'zi belgilash degan ruxsat qilmagan shu Xitoy. Şu Abdal Gomindan Xitoylarmi tunamagan o'z taqdirini o'zi belgilash deb gap yo'q. Ona ağzına mal diyen şu vaqtın özdə İsa'lığa. Endi öz taqdirini öz belgilash degan gap İspaniyada amalga oshmayapti. Demokratik Avropaning ichida Kataloniya xalqininki öz taqdirini öz belgilash ovozini e'tirof qilmay, uning boshliqlarini 50 yildan 30 yildan turmaga solyapti, nurg'unlagan parlament başlıklarını, ülke əməldarlarını turmaga solyapti İspaniya. Yeni bir yılki Charles diyen başlığımız lazım. Belgiyat kaçıcı yürü bir kere adam. Germaniya gelse bir katım solap, bir katım tutup turmaga bir at solap koyup yaman testi koyup verdi ona. Tasdik kaldı İspanya'ya götürüp bir vatqılı. Bir kere adam şu 5 çıkarsam da Danimarka'ya kiladayken Danimarka'ya. Hani ikisi o başka yerlerin baramayken şu Belgiyanın içinde rejiminin aslında turvatkan bir adam. Demek Avrupa'daki bir devletin özünde, Avrupa'daki bir demokratiyanınki ugusi vatqan yarın özüde öz taqdirini öz belgilash degan bu talab, milliy talab aşmayotgan narsa o. Unda o'qanchada Xitoyda bir ashaddiy bundaq bir maxluqning o'ziga o'z taqdirini o'z belgilash prinsipi bo'yicha biz vatanni boshqa demokratiyaga Xitoyni o'tkazib, ondan keyin shu Xitoyningki adil siyosiy tuzumida o'z taqdirini o'z belgilashda bilet tashlab, ondan keyin mustaqilmiz degan gap bu millatni oldigan bir xiyonat bu. Qizil bir xiyonat. Uni qo'yib turaylik, o'z taqdirini o'z belgilash degan gap pek yo'g'on gap bu. Uni qo'yib turaylik. Kishilik huquq degan binosi qanday bo'lib ketdi? Mushu Zodi chet elda Uyg'urninki mushu bir tashkilotlar qurilib, mushu 92-yilda İstanbulda qurilgan qurultay, mayli 96-yilda qurilgan yoshlar qurultayi, 99-yildagi milliy qurultay deyli, 2004-yildagi dunyo Uyg'ur qurultayi, mashlarninki nizomnomalarniki nurg'unlagan moddalardan inson haqlari davosini qilamiz degan moddalar bor. Shu burungi qurultayning bir moddasi inson haqlari deb bor shu. Bu butunlay mustaqillik deb turgan narsa emas. İnsan haqlari masalasini o'tirib qo'yib turib, Xitoyni tarixiga qistaymiz deb uni moddasi shu vaqtdan belgilangan narsa. Har qaysi tashkilotlarningki moddalarda bo'ldi nizomnomalarda inson haqlari degan masala. Ammo 20 necha yillik inson haqlari da'vosi eng keyingi esdaqmi dunyo Uyg'ur qurultayiningki 17 yil qoldi hozir, 17 yillik inson haqlari da'vosi ko'rishining o'zi bugungi kunda nega keldi? İnsan qanday vatanda. Amalga oshmaydigan bir narsa. Faqat buni qanday nuqtadan deymiz degan chaqda vatanimizda inson haqlarini amalga oshirmaymiz deb qilgan da'vo emas u. Xitoy xalqimizningki insoniy haq huquqini dafsanda qilib ketdi deb shu dafsanda qilayotgan chaqning o'zidaroq deydigan narsa, ammo hozir qilayotgan chaqning o'zida hozirgidek qo'rlayotgan vaqtning o'zida inson haqlari degan bir narsani tasavvur qilib bo'lmaydi. Inson haqini talab qilamiz degan gap bunun o'zi ya bo'lmasa tutalla bir xoin haqga bu degan tushunchani berdi. Boshqa sirtki millatlar bunga nazar solsa, bu haq zodi xoinga deganga ishorat berdi. Ya bo'lmasa bular siyosatni qat'iy tushunmaydigan, milliy masalani, vatan, davlat, millat masalalarini, mustamlika va mustaqillik masalalarini qat'iy tushunmaydigan, qat'iy siyosat bilmaydigan dört bir haqga bu
degan narsa tasavvur qilindi. Yo'qmisi bular sapasiz mushu Xitoy bir umdaroq kunni bersa, shunga rozi bo'lib yashaydigan bir millatgan bular deydigan tushunchani berdi. Undan boshqa ma'nosi yo'q. Bugungi kunda endi inson haqlarini dafsanda qilib ketdi Xitoy. İnsan haq huquqini mana ezib ketdi deb da'vo qilishning o'zi bu aslida yomon sapasiz axlatdagi bir narsa. Onu dikçilik qolmagan narsa bugungi kunda. 17 yillik talab da'vodan keyingi xulosa bugungi kelayotgan chaqda programma azroq bo'lsin o'zgarish kerak. Ama bu programma o'zgarmay 25 yilning yog'i mangan bo'lsa, buni cho'ng bir strategiyaning davom etishga bo'ladi. Bu planga o'zgarib turadigan narsa qara. Bir ishni qilib boqsa, u oqmagan chaqda uni o'zgartib, boshqa bir yo'lga ketsa. Planga ma'vo. Ammo bu qat'iy o'zgarmay, zodi mushuncha uzun yillar davom etib ketgan bo'lsa, buni o'zi strategiya deymiz. Bu stratejiyani kim belgiledi? To'g'ri. Endi men javobini oldim. Tövende ko'rayotgan qarindoshlarimiz buni to'liq tushundi deb o'ylayman. Ya'ni bu strategiya bilan menayotgan bir ish, ya'ni 25 yilning yog'i bir strategiya bilan menayotgan bir o'yin bu. Ya'ni bizning Uyg'urlarda bu bundaq bir strategiyani tuzib, izchil davomlashtirgan bulardan boshqa hech kim yo'q. Endi bu strategiya kimningki foydasiga, kimning planiga asqatyotidi deganga qarasak, Bay Abdurahimjon deb o'tdi, isboting bormi deydiganga javob topa olamiz. Masalan deylik, Xitoy 7 nomerli o'yishdan chiqqandan keyin aniq degan. Biz chet eldagi shu milliy bo'lgunchilarning orasiga o'zimizning odamlarni joylashtirib, oshini birsi ittifoqsizlashtiramiz, yana birsi biz boshquramiz deb aniq degan. Shundan keyin bir odamlar bir xil shakllarda o'zi yetakchilik qilmagan bir o'quvchilar harakatlariga yetakchi atalib, Beijingga berib, Navoiyxona ochgan bo'lib, turuqsiz 2 yil tarbiyalanib keliblar. Bu ishlar bir strategiya bilan minishga boshladi. U jiraqtikini qo'yib turaydi. Rabiya xonim shu qurultayni qurultay qilgan odam. Xalqimiz shu Rabiya xonimni saylagandan keyin bu ayol 13 yil tirishish orqali bu qurultayni iqtisodimi bor, dunyomi to'nuydigan, nupuzimi bor bir tashkilotga aylantirdi. Shu chaqda Xitoyning ko'ziga muqib qadalgan Xitoy nima dedi? Biz Rabiya Qodirni shu Uyg'urning qo'li bilan ko'chadan o'tgan chashqan qo'timiz degandi. Ya'ni Uyg'urning qo'li bilan sistib her bir Uyg'ur tukurdigan, ko'chada o'tgan chashqan urda qoladigan chashqanga aylantiramiz degandi. Biz bu vaqtdagi tirishchiliklarni ko'rdik. Ya'ni masalan deylik, vatanim to'rbeti degandek to'rbetlarni qurilib, hujumlarning boshlanishida bu Xitoyniki gipininki asta-asta amilashishga boshlanganligini ko'rgandik. Oxiri Rabiya xonimniki bir tahdid bilan, bir vahima bilan mecburi yıqtilganligi va bugünkidek nüfussiz holatga keltirilganligi hammamiz ko'rib turgan ish. Bu gerçi bizda bir onamizni ko'chadan o'tgan urg'u qiladigan chashqon muomala qiladigan an'anamiz bo'lmasimi, ammo Xitoy deganini qildi. Kim orqali qildi? Shu Wang Katib va uning atrofidagi 96-yildan tortib birlashib qilayotgan shu bir to'p cho'moqchilar orqali qildi. Anladı ki 2017-yili shu chaqlarda bu Facebook'larda hammamiz ko'rib turibdik. Wang Katib shu qadar tirkishdiki, shu Gollandiyada ochilgan favqulodda yig'inga bormaydiganligini deb, agar assam biz bormaymiz, faqat bo'lmasam shu Berlinda qurultay ochamiz deb shu qadar nim qildi. Oxiri Rabiya xonim ko'z yoshi to'kmadi-yu ekranda, ammo shu qadar zo'rlik bilan bir yil burun saylangan, yani 2 yili bor huquqni majburiy o'tkazib berganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Ammo biz o'tirib qoldik, hech nima qilolmadik. Myunxenga biz boramidik, ashla yig'in echayotgan so'ringa bisib kiramidik. Bu tamam. Bu bir misol. 2 misol berdimmi?
Yana bir misal, üçüncü misal. Xitay mushu lagerlarni qurib, millionlab Uyg'urlarni akirib, ichida un-tunsiz, is-tutaksiz qirayotganda dunyo buni sezib qilib Xitoyni ayblaganda Xitoy nima dedi? Ey Uyg'urlar boy yashayotdi, kunda daqudunbaq usul o'ynab, etizliq naqshi yetib yashayotdi deb tashviq qildi. Shuningga mos holda o'tgan yilmi 2020 19 aytavur, 2020 deyman. Qurultaydagi bankat boshliqlar aymanmasdan insoniyat tarixidagi eng sharafsiz bir qarorni e'lon qildi. Hech qanday millatda yuz berish imkoniyati bo'lmagan bir pastkash e'lonni hammamizga anglatdi. Ya'ni 2020-yilni nag'ma navojili, ya'ni Xitoyning halqi tashviqoti, ya'ni Uyg'urlar daqudunbaqchilik usul o'ynayotdi degan tashviqotiga moslashib berish uchun 2020-yilni nag'ma navojili deb e'lon qildi. O'ylab baqinglar qarindoshlar. Bu qurultay nemishqa Xitoyninki siyosati bo'yicha ma'lumdi. Nemishqa Xitoyning tashviqotiga shu qadar moslashdi. Xitoyning deganidek Rabia xonim o'ldirildi. Ham bizni agar 2020-yili Xitoyning virusi keng ko'lamda tarqalib ketmagan bo'lsa, Yevropada ko'ratdinglar. Shaharlarda, sahnalarda bular usul o'ynab naqsh yetgan bo'ladi. Bu qaysi strategiyaga moslashyapti bu faoliyatlar, bu shiorlar? Onundan boshqa yana nurg'un ishlar bor, masalan, mustaqillik dedik. 2 yilning yog'i mustaqillik ideyasi shu qadar kuchaydiki, Uyg'urning orasida. Ben 90% desem aşırı etkenlik, bu çünkü mutlaq ko'p qism Uyg'ur hozir qurultayda tükürdü. Çünkü ularning nizomnomasi yanala shu 96-yili belgilangan o'z taqdirini o'zi belgilash. Ammo mayaqda xalqimizni aldab mustaqillik deb qo'ydi. Xalqaro sorunda nima da'vatida? Jenevada namoyish qilgan vankat numus qilmay Uyg'urchada mustaqillik deb bo'lib inglizcha inson haqlari dedi-ku. Qaysi kun edi? 2 kun oldida Jenevada yig'indan chiqib, Jungo Kompartiyasi 1949-yili vatanimizni isloh qilganda deb so'zlab o'tdi. Vatanimizni isloh qildi kommunist Xitoylari. Andan keyin o qatnashgan yig'inning temasi madaniyat va iqtisodiy qirg'inchilikka bizning Uyg'urlar ustidagi madaniyat iqtisodiy qirg'inchilik to'g'risida men so'z qildim dedi. Uyg'urcha o'zining og'zidan chiqqan gap. Uning aqidlar buni podoqchilari chiqib, ba'zilar bir shunday ilinib qolgan bir gap borki, genosid deb chiqib qolgan gapni chiqarib, bizni ayblashga tirishyapti. Sizlar ya'ni xato ayblab ketdinglar bu vankatibni da'vatidi. Bu o'zining og'zidan chiqqan, ya'ni masalan u videoni ko'rib baqdim, 20 necha minutlik so'zi borki, 99% cultural genocide, ya'ni madaniyat qirg'inchiligi, iqtisodiy qirg'inchilikni so'zlab kelib, oxirida bir jumlada bir genocide degan gap qo'shilib qolibdi. Ya'ni deylik bir qassob 10 qo'yni akilib setayotgan jarayonda xotinni bir xalta kichik bir xalta bir nashvitni akib qo'yib, "Mani yavaslar" deb qo'yib bersa, 10 qo'yning go'shtini setib etib, "Man nashvitni yemagachga, uni setib etgachga, bu qassob emas, bu baqqal bo'lib qoldimi?" O 20 minutlik so'zning mazmunidan butunlay shu iqtisodiy qirg'inchilik, madaniyat qirg'inchiligi deb boshdan oxiri so'zlab kelgan gap. Demakki, u yig'inga qatnashganlar shuni ashta qabul qildi. Ya'ni buni demak yo'g'ini Uyg'urlarga iqtisodiy qirg'inchilik va madaniyat qirg'inchiligi, ya'ni mantiqli qirg'inchilik bo'libdi deb tushundi u yerda. Buniki ma podoqlari chiqib, genocide degan bir sekundlik chiqib qolgan, menda chiqib qolgan bir balki maqsadli qilgan bo'lishi mumkin. Bu gapni ko'tarib chiqib, mana sizlar buningga haqorat qilyapsizlar dedi. Ey qalva. 20 necha minutlik so'zniki to'liq mazmunini angla. Andan keyin bu nima demoqchi, bu gapning g'oli nima deganni tushungandan keyin bizga gapingni qil. Haqorat qilyapsizlar deganni qil.
Biz bilmeydiğin vankatip emas bu. Biz qandaqdı bu şu bir qitimliq söz arqılıqlı baha berip atmaymiz. 10 neçə yıldan bu yanqı izchil mushu Xitoyning sizipgan sizig'i bo'yicha menayotganligi uchun biz buning mohiyatini to'liq ko'rib olganligimiz uchun biz ishimiz, biz uni isbotlab tushundik. Ya'ni 10 neçə yilning yog'i buning qilganlarininki shu Xitoyning dumbuqiga usul o'ynash ekanligini o'z ko'zimiz bilan ko'rib his qilg'achqa bizga isbot kerak emas. Shuning hammasi isbot. Ko'zimizda turibdi, to'liq isbot. Agar aqling bo'lsa, sen bu bizdek tefekkür qilsang, uni isbotlab qabul qilsa, bu odamning mohiyatiga bir ikki qatimliq gap so'zi bilan emas, 10 necha yillik faoliyati, ish faoliyati orqali baho bersa. Endi shu chaqda ko'z oldingda hammamiz tarixni varaqlab munofiq deymiz-ku. Ko'z oldingda munofiqning hayot tirik faoliyat qilayotganligini ko'ra olaysan. Jiq odamni ko'rdik-ku. Şu tarixda o'tgan Appak hocalar, Abdukerim Abbasovlar, Seyfiddin Azizlar. Bu sen qaynab ketding. Bu Abdukerim Abbasov. Abdukerim Abbasovning maqola shu vaqtda inqilob qilgan, Nilqidagi qurolli inqilob qo'zg'agan deb dahi devasimadi. Seyfiddinni cho'taqi. Seyfiddinmi hozirgachilik yana bu mühim şəxsdir, yaxşı çıxmaqçı qılanmay qaldı, aktivit deyilən mandaqlar var. Şimdi Abdukerim Abbasov'un ismini çıxardım. Başın özü abi mən qısqaça deb ötüb ketgan gapning arasındakı şu. Və inqilabның içində bular var, inqilabның sırtında başqalar var. İnqilab qələbə qılıb atqan çağda səplənganlar var. İnqilabni bulardan başlağanlar mı var? Yəni Uyg'urlarninki bir mustaqil davlat qurishiga qarshi faqat Xitoyninki Kuomintang tuzumini o'zgartirib sotsialistik Xitoy, kommunistik Xitoy davlatiniki bir tarkibiy qismida yashash uchun strategiya bilan qurolli inqilob qilganlar bor, Abdukerim Abbasovga o'xshash. Andan keyin inqilob g'alaba qilgan do'qmishga kelgan chaqda saplanganlar bor. Bu dahiylarga nurg'unlari. Shunlashqa endi bu tarixni her bir şu beşimizga kelayotgan xo'rluq, haqoratni ko'nglimizda, yuragimizda etishgan chaqning o'zida shu chaqdagilardan nafratlanamiz. O bir mustaqil bo'lib bo'lgan, ozod bo'lib bo'lgan bir vatan. Qahramon deganni qanday narsa? Qahramon deganninki qahni boshlab berib, bir muncha odam o'limga tutib berib, oxirida andan keyin qarab bu ish bo'lmaydi deb dushman bilan birlashib qilib, dushman bilan aplashib, oppoq-chapoq bo'lib, dushman bergan mansabni tuyda o'ltirgan unda odam bo'lmaydi qahramon deganninki. Qahramon inqilobni boshlaysa, inqilobni boshlab agar qat'iy zodi bundan bir o'zan kutgan yoki bu inqilobning ro'yi bo'yicha kutgan maqsad yetamagan chog'da shu yerda o'lsasan, o'lgan chog'da andan keyin u shu iroda uchun o'lgan bo'ldi. Endi 100 minglagan odamlarni boshlab uni o'limi tutib berib, oxirgi qo'yib, bu xalqaro vaziyat chatoqqa bolalarni buni mashdoq mashadarak to'xtatmasa bo'lmaydi ekan deb turib, uni qancha minglagan, 100 minglagan shehidlarniki qiynaga kechib atrofga o'tiblar, dushman bilan bir ustalda o'ltirib, oppoq-chapoq bo'lishib, birga amal tutib, bunda qilgani o'zi qahramon bo'lsa, endi nimdagi bo'ldi chaqda, o chaqda bugun kerak odamlar shillisiga mensimi bular rahmat deydi. Hozirgilar bularni pattinga mensimi ko'tirdi bular. Voy yaxshi xo'jam, undan millamning pattinga o'tib, unda menslar deb ko'tirdi. Bu bir tuyg'u bo'lishi kerak, bir o'lcham bo'lishi kerak. Ya bu ish qatnashsan, vatanim bor, millatim bor desam, buni to'g'ri bir o'lcham bilan milliy irodaga uyg'un da bu ishni. Agar undaq bir ishni sen sezmisan, bilmisan, senda undaq bir his tuyg'u bo'lmasa, undaq bir o'lcham bo'lmasa, bu jeningni baqsan bir kichik odam bo'lib, ayog'im taksi ko'tarib, bu yoqdan chopan ko'tarib, dopkash qilmasan. Mana bizni da'vat qilamiz. To'g'ri.
Bu yerda men bir narsani ko'rsatay, qarindoshlar. Shu bizning da'vatqonlarimizga yana bir isbot bo'lsin uchun yaqinda Angliyaniki kaç gün necha kun bo'ldi, Angliyaning Breath News degan tor betida, bu bir dаңlıq tor betiki Angliyadagi bu muxbir shu bir qism qurultaydagi nimalarni ziyorat qilgan. Ziyorat qilganda buning temasi Uyg'urlardagi egizpesliklar to'g'risida debdi. Buningda mana qizil tema qarasanglar, qurultaydagi bir peshqadam amaldor deydi, bir peshqadam a'zo, ya'ni g'olliq bir odam shunday debdiki, qurultayning ichida hech qanday demokratik proses yo'q, ya'ni demokratiya degan narsa mavjud emas qurultayning ichida. Ham bu qurultayniki mavjud bo'lib turishi oldi bilan Xitoyning planiga uyg'un debdi. Ya'ni bu qip-qizil temasi, ma diqqat qilsanglar, shu qizil temasi, ya'ni mushlar deyilganda qurultayning mavjud bo'lib turishi Xitoyning planiga yaqidi, Xitoyning planiga uyg'un degan. Buningda qurultaydagi iliqi Vankatip va atrofidagi bir nechasini ziyorat qilganda bu yerda masalan qurultaydagilar yana shu hozir nomus qilmay nima debdi, Vankatip iliqi bir chaqda Mavla Yasinkamning bir chaq chiqyapti. Bu qurultaydagilarning yotlab olgan 10 jumla so'zi bor. Agar 10 jumladan ayirib etsang, bularni dasmoyisidan ayirib qo'ysa degan rasl gapga bunda Vankatip nima debdi? Hozir hamda Uyg'urning ichida muxbir so'rabdi-da, Uyg'urlarda chechelang'oliq chiqqu tashkilotlar bek chiqqu hozir. Desa, hozir Xitoylar milliardlab pul xashlab Uyg'urning ichida bo'lgunchilik qilg'ashqa, hozir hamda ba'zi tashkilotlarning bizni qo'llamasligi normal. Ammo debdi, ammo yani 80% Uyg'ur debdi. Diasporadagi 80% Uyg'ur bu Dünya Uyg'ur qurultayiniki rahbarligida faoliyat olib berdi debdi. Bu aramzada amchak sog'anda 80 qatim sap to'xtab qolganmi, ishqibmi shu 80 degan gapni yodlab olibdi. Bir chog'da qarasam nima deydi? 80% ziyolilar mening atrofimda deydi. Mayada hamda nomus qilmay 80% Uyg'ur shu Dünya Uyg'ur qurultayiniki yetakchiligida faoliyat qildi debdi. Buningda ziyoratda boshqa nimalar borki, masalan, Sharq Turkiston yoshlar qurultayining vakillarimi ularni ziyorat qilibdi, ammo ular bu qurultayniki rolining o qadar cho'ng emasligi, bularning gaplarining oshirib o'tilganligi to'g'risida gap qilibdi. Demakki bu bir kamkulam lekin o'xshamagan ideyadagi odamlarni, ya'ni bir Abdukim degan bir o'qiydigan bir bola borki, uni ziyorat qilganda bu qurultayda nima yo'q, demokratiya yo'q. Bularning tashviqoti ko'pincha yolg'on, ham haqiqiy Uyg'urga vakillik qilmaydi, chunki bu yerda demokratiya yo'q. Uning xalq odam kirib, uning saylanmaydi degan gaplar borki, uzun bir maqola ekan bu. Ammo temasi qip-qizil chiqarishidagi maqsad, qarindoshlar. Asosliq demoqchi bo'lgan gap shuki. Ya'ni bu qurultaydagi ma'lum bo'ldi. Facebook sen ko'ryapsanmi nima? Abdurimjon? Yo'q, hozir uzilib ketdi. Uzilib ketdi? Oy. Mana sharingni. Men ulandim. Biroq ulandimi? Ulandi. Bak qarsam tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Bu shunga to'xtab oldim. Ulandimi? Ulandi. Ulandimi? Bak qarsam tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Bu shunga Facebook chiqarib qo'ygan shu xatni yozar. Qarindoshlar, men orliqda xapolmay bir xat yozayotganlar-chu, bu Ulandi chiqadi. Chiqatamdi. Tamam. Orliqda menikida uzilib ketganda ko'rindi, Abdurimjonnikida mo ashtaroq bo'lgan. Ben yapasam ekan, shu o'tkazasam ekan, mabinasida balki bir virus bo'lishi mumkin. Tamam, ammo Facebook bizda bir xabar o'qimaydi.
Facebook'a chiqarib qo'ygan shu xatni debdi. Men Facebook'a chiqarib qo'ygan u xatni, qaysi kuni chiqarib qo'ygandim. Lozim bo'lsa men yana avatmasam bo'ldi lozim bo'lganlarga. Hozir chiqyapti-da Abdurimjon, ha? Ha, chiqadi. Endi bu haliqi narsalarni ko'rsatishimizga maqsadimiz gapni yig'sam, o tarixdan haliqi munofiq izlayotganlar ko'z oldinglarda turibdi munofiqlar qarindoshlar. Shaxsan meniki 10 necha yillik xulosam shu. Ko'z oldimizda turibdi. Biz yana tarixdagi shu masalan Sobit Damolini Armuga besib ko'z oldimizda o'tkazib ketayotgandek holatlarni ko'ryapmiz yana. Biz yana tarixdagi Uyg'urlarimizdek agar shu Sobit Damollarni qutqizolmasak, yana bizniki vatanimiz hozir Xitoy umid qilgandek, biroqla mangulik Xitoyning tuprog'iga aylanib qoldi qarindoshlar. Shunga isbot deganga mana mushlar isbot bo'la oladi. Agar vicdanın aqling o'shin bo'lsa, shuningga qarata harakat qil. Endi hozirgi endi Uyg'urlarning orasida Abdurimjon to'liqlagan gaping bormi? Yo'q, to'liqlagan boshqa gapim yo'q. Endi bu yerki bu bir mandaq bir insonchilikda bir ojizlik bo'ldi, insonchilikda. Bir odam daryoga tushib ketdi deylik, eqib ketayotgan bir suvga tushib ketdi deylik. Suvga tushib ketgandan keyin qutulish uchun chuva chapqalg'ama esilib oldi. O'sha jini saqlab qolish uchun qutulish uchun. Hatto ilonga ham shu oldu. İlan üzüp ketayotgan bo'lsa, yaqin suvda ilonga esilib olsa, mana shu qoshga ep chiqqan ekan. İlanning quyruqqa esilib olish shu qoladi. Endi bu vatanninki mustaqillik kurshi deylik yoki ma'u yumshoq nima bo'yicha vatanning davosini yig'lab qaqshaydigan yo'l bo'yicha vatan davosi deylik yoki inson haqlari kishilik huquqlari nima desak, mana shu hozirgacha davomlashib ketgan ishlarning o'zini asosliq vatanga qaytolmaydigan, chet elga palinib ketgan yoki bo'lmaydi vatanga qaytishni xohlamay zaten mushu vatan uchun bir to'pib qo'shsam bo'ladi deydigan bu shundoq bir turkum oz sondagi bir turkum insonlar bu ishlar bilan shug'ullanib mangan. Ba'zilar yomonlab chiqib ketsa, ba'zilar kelib qizg'inlik bilan qilib bir yaxshi bo'lib qoladi deb bu shundoq mangan bir ishlardi bu. U chog'larda umumyuzlik bu chet eldagi muhojirlar ishning boyoqlig'i emas, nimasi yo'q deb olarki. Qizg'inligim yo'q deb. Tashkilotlarimiz qurultay deydi. Texmi shu 3 yil avval WhatsApp gruppada biz toza qaynab so'zlab ketdik. Shu Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyi 2004-yil qurilgan deb turibdi. Shundoq so'zlab ketdik. To'g'ri deb bu chet elda yemizlab chet elda bu odamlar aynan so'zlab ketgan nima uchun nima desang hamda qiziqmay shu binasiga qiziqmagan shu vaqtdagi odamlarmi bir vatan davosida bir binasi tashkilotlar borki nima ish qilayotgandi deb aytishildi qo'liga bir atal gazet chiqib qolsa yoki namoyish qilgan o'zining rasmiy bili chiqqan bo'lsa shuni ko'rib mana ish bo'yibdi deb yursam shu namoyishlarni xabar deb qolsa namoyishlarga berib Xitoyga qarshi kurashimiz deb o'ylashimi, ammo tashkilot bormi, yo'qmi, qaysi tashkilot nima ish qiladi, qaysi rahbar nima ish qiladi, haqlar buni qizg'inligi yo'q. Asosliq shu tashkilotning ichida izchil shunga yaqin turayotgan yoki bo'lmaydi sirtdan bo'lsa-mu, izchil shu ishlarni bilib qizg'inlik bilan turayotgan oz sondagi tor doiradagi odamlar bilatdi, ammo umumyuzli xalq nima ishning nima bo'layotganligi bilan ancha bakkaligi qizg'inligi yo'qdi. Endi ma Xitoyning o'zi hamma odamni so'ygan piyozdek o'tirib chiqib qo'ydi. O'quvchidan tortib ziyoli doktor quvag'ichilik hammasini so'ygan piyozdek chiqib qo'ydi. Vatanga berishni chekladi, vatanga berib qolganlarni so'lyapti Xitoy. Chet eldan o'qib chiqib ketgan, chet elga urilishib vatandoshga o'tib ketgan bir qancha doktor hozir Xitoyning turmushda muddatsiz kesilib ketganlari bor. Izsiz yo'qolib ketganlari bor.
o'quvchiga ayetki bir gap, o Xitoyning pasportga tuz yurib, chet elda o'qib, magistrlik o'qib yurib, aspirant o'qib yurib, vatanga berib qolganlarni uni yo'q qilyapti. Ammo chet elda vatandosh o'tib bo'lganlarmi? Mana 2016 yilning oxirlari 2017 yilda fuqishmaslikdan vatanga berib qolsa, meni tutmaydi-ku. Men Xitoyga qarshi hech nima qilmadim. Hech qanday bir tashkilotniki, soldakilar bilan birleşim tushgan yerim yo'q meniki. Adi keldimmi yo'q meniki. Men shundoq pokiz Junxaqili Jumhuriyatninki tuproq butunligiga hurmat qilgan bir odam men ishni qilmaydi deb turibman, berib qolganlar va ishim yo'q, tinim yo'q, istizim yo'q ketganlar va. Yani mushunda qilayotgandan keyin so'ygan piyozlar qilayotgandan keyin Xitoy andan keyin bir yil saqlab baqdi, 2 yil saqlab qo'yib oxirgi bo'lgan chog'da to'kilib ketdi. O'quvchilar to'kilib ketdi, ko'chaga chiqib guvohlik berib ketdi. Qani 2020 yilning o'ttirlari men bir Geni Bonen degan bir adashma Uyg'urcha o'qigan vatanda universitetda o'qigan. Ha, Geni Bonen. O'rus Amerika aralashib. Shuningki, nimasiga qarasam, shu o'tgan yil 6-oydamiki, uning Wikipediyasiga kirib izlab baksam, shu 10 mingdek odamlarniki guvohligi materiali bor qo'limda deb yozgan narsa bor ekan. Ya'ni chet elda shu bir odamniki, endi ular bir guruhku, shu vaqtda shohid biz deb bir nimaniki guruh. Ulardan xil ballo bir odam emas, umumiy bir guruh hamdi. Shu guruhning qo'lida 10 mingdan jiq odamninki guvohligi bor degan. Videolik, ovozliq, yozma guvohligi bor degan. Demak, chet elda Uyg'urlar asosan Xitoydan nimani uzdi degan gap. Hurmatni uzgandan keyin endi u o'ngishli qolmaydiganligiga ishonch qilgandan keyin amdikin to'kilib ketib bu yerda nima ish bor deb qizg'inlik boshlandi. Nerede neymiş var deb shunday qaragandan keyin voyjon dunyoda Uyg'ur qurultayi deb bir qurultay varken deb buning aqsini yugurib baqdi. Yugurib baqsa bundan bir ish chiqmadi. Chiqmagandan keyin zoti mustaqil bo'lmasa bo'lmaydi ekan deb surgunlik hukumatga yugurib baqdiq. Ko'pchilik yugurdi. Yugurgandan keyin ularni anda qilib qarab turdi. Bo'lgandan keyin hozir endi eng yaxshi ishni qilayotganlari yana shu qurultayga, chunki bular Londonda sot etib Xitoyning ustidan sotlab Xitoyni jazolaydigan bo'ldi. Hamdan keyin beditiga berib shu guvohlik qilib turdi ekan bular. Mushular endi dardimizga darmon bo'ladi ekan shu bo'lmasa deb asosli qiliki daryoda iqib ketayotgan odam shaxsiy bo'g'imi esildi, ilon chayong'imi yamish baqidi meni qutuldiram degan deb baqidi degan gapning jarayoni shu endi. Unda bo'lgandan keyin xalqniki boshqa kun tushgan chog'da uningga asqatqidek bir narsa bo'lmagandan keyin endi xilqtimmi banjigili bo'lmaydi. Chunki hozirgi bu da'voga Xitoyga qarshi turib Facebook'da, WhatsApp'da zot qaynayotgan har xil ifoda bildirayotgan, guvohlik berayotgan bularninki asosli mutlaq ko'p qismi shu 2017 yildan boshlab Xitoyga nafratlanib urug' tuqqanlari, ota-onalari o turmada, lagerda ig'ir darajada dafsanda qilinayotgandan keyin chidab bo'lolmay, ondan keyin bu yo'lga kirgan bo'lg'achqa bular ondan keyin bularning ko'pchiligi albatta qarab beqib mush ishni qilayotganlar, mush qurultayga, mushlarning o'zi zodi bir ish qildi deydigan, mendan turmushga keldi. Nima ish qildi desang, tarozini ishga beshini qarab beqayli, buni bir tarafning o'zini biz yomon degan bilan xalqlarning qo'yib magoyning o'zi yomon degan bo'ldi, ayda tillaydi ekan. O deydi, Xitoyning g'olchisi deydi, josi deydi, nima ish qildi desang, bir undan shu vatan millatning davosini qilib, Xitoyning ustidan shikoyat qilib, bediti kechkunduz hukumat uchun yurib, da'vo qilayotgan odamlarning o'zini yomon degandan keyin shu o'ylab o'zi chataqkan deb mandat qilish yo'ldi. Endi bu tarozining ishga beshiga qarasang, yana bir boshida binasi bo'lgan bo'lsa, sog'lom, pokiz, Xitoydan zot o'zil kesil, millatimizni qutqizib chiqamaymiz biz zot, Palampiston deydigan mundaq bir kollektiv bir iqim bo'lgan bo'lsa, kuchlik bir iqim bo'lgan bo'lsa, tarozining mabeshi bilan hech bo'lmasa tangpunlikni saqlab ma'nolaydigan bir narsa bo'lgan bo'lsa, tashkillik holda o chog'da andan keyin sen bu ahmoq qo'qigan, sen nima ish qilyapsan? Biz degandan keyin 25 yilning yog'imida strategiya bilan ketayotgan odamning nurg'un narsalarni bilib gap qilyapsak, sen qo'qigan, yana qilib meni ashunga
Patlanğa mündür jürüp atsa desem bu dedi yani. Ben bu arada ya gazira kaynap açsam gitip kaldı. Ben bir durup tap kaldım açsam kelip. Açsam gitip tap kaldım. Ama elki xalqdan yamanlık olmaydı. Oylap bakın 2018 yıl 6 noyabr BDT'de şu vaqtki en çoğun bir halkılık yığıntı şu insan haklarını küzütüş yığını bahalaş Xitayning insan hakları meselesi. Şunun özde alan 17 devletning o'zi 14 ming xudoyim bir devletning o'zi Uyg'urlarni qo'llab o nurg'ulg'on devletning o'zi bir ayız devletning o'zi Xitoyni qo'llab ketgandan keyin 130 ming devlet Xitoyni qo'llab ketgandan keyin ondan keyin şunun bilan bizga bo'ladi ha sening inson haqlari kishilik huquq degan narsaniki pay qana halqaqdan chigidan deb qo'yish dedikmi devlet ümitsizlik zaten insan hakları Xitay'ın insan hakları küçük olmaydı der. Andaki zaten nemlosmaydı, can kesilmeydi. Adam apanla Xitay türümünü öldürüp, lagerdi kışından öldürüp olsa, ben bunda çat elde, bana bunda yaşaşı haramlık tutudu der. Şunda bir kızgınlık bilen zaten müstakillik olmaydı iken, müstakillik deydiğen iş olsanız cenimi pida der. Adamlar şundak bir ruh kaynap çıkman çağının özde, müstakillik için vekillik kılıdı. Şarkı Türkistan, Uyguristan müstakillik hareketi de bir teşkilatına koymaya Paris verip pay hakkını halka aktık. Aşinasını oңsap, aşinanı jıllap mehnat sındırıp durup, aşinasını oңsap bir nas kılamay, ayağının özde ayaktatıp, mama ayaktatıp, miman çakırıp, ziyafet kılıp, bistin küçümezler. İşte anda bu kaldı da şimdi onun kıyırmen kaynap kaldı bana. Hemen yaman deydiğim ülkeme deydi, ben cık nasını bilgen bu başka. Anda kılıkı yapalım. Eğer işler olmadan bolsa, olmagandan keyin anda keliki hükümetni xalq etçeş deydigan fikirge men qatnaşdym Facebook'da. Moşu bulduğa işke zaten ama şu hükümetni zaten əvəz keltiriş kerak. Hükümet 2009 ayından başlap iş olmasa aşağıda bayrağını tutup hazırgıçılık yoqap ketmey atrafga adam toplap mengatıldı. Moş hükümetni resmi bir canlandırıp moş xalqning avazını özüge toplap xalq bilen hareketlendiğen aklımızda benim mançilik adam var. Çat elde benim mançilik Uygurlar 80% Uygur. Benim aklımda var diye konuşuyor. Mançilik Uygur bizni qo'llab deb bir iltimas yazmoqchi bo'lsa-mu, aqam mançilik adam var degan chaqning o'zida bir hukumat bo'lgandan keyin, nomi hukumat bo'lgandan keyin ondan keyin. Hukumat degan bir kichkina tashkilot emas u. 6 adam qurib elib, bir uyga o'ltirib, ani reis, mavi reis deb qilib qo'yib, tashkilot deb aniga oldirib, o'zi turgan shaharda o teşkilatın namıdan bir xatis qilib qo'yish bu yurdigan narsa emas, hukumat degan narsa u, boshqa narsa. Anda bo'lgandan keyin bu hukumatning o'zini ham Xudoyim bo'lsa rasmiy hamda mustaqillik degan shu orzu umid bilan xalqni atrofiga to'plab, endi rasmiy bizga mustaqillik kerak deb o'tirib chiqadigan bo'ldi. Yani umidni qildik qilgandan keyin bo'ldi, olti parcha bo'lib qarab turdi. Endi bo'lgandan keyin bu ishlardan xabar bo'lib ketgan odamlar hozir chet eldan Facebook, WhatsApp deganimiz qarab, zodi bo'sh odam yo'q-ku. Bizda deyapti men 66 dana WhatsApp guruhida menda hayron qoldim. Endi odamlar shunda bo'lib ketgandan keyin bir narsani yushirib qo'yib bo'lmaydi qara. Hamma narsa ochiq oshkora. Oshkor bo'lgandan keyin qanday bo'ldi qarab. Unda kimni qo'llaymiz demamdi bu haqda. Şoňlaşqa mandaq aldı bilen özümizden qançı berbat bo'lib ketganligimizni nazarda tutish kerak. Özümizden bilishimiz kerak. Doğru. Özümüzni bilip biz endi zaten nem bo'lib qoldi o. Haqni yomon deyishdim buru. Tarazini o'tirib qo'ydik. Tarazini bir taraf yandab ketib qoldi. Zodi u yerga gandini tashlagan bo'lsin, mayli chalma kesak tashlagan bo'lsin, o tarazini bir tarafi yandab ketib qoldi o. Yani bir tarafı binası yok bakalım. Bunda olgandan keyin tarazini besib atgan tarafga haqla ko'ngil bildi. Zaten nima bo'lsa zaten aşırı bir iş qilibdi-mi, haqi yetibdi deydigan gapda. Daryoda yiqitib adam daryodan qutulish uchun ilonning quyruqini eshitib qo'ydi degan gap. Endi bundaq vaziyatda biz bugun yomon jiqyaq ketdi qadash. Demakchi bo'lganim endi qo'pol gapni qilib qoldik. Bechora ko'z yoshliq yurgida zardab bo'tgan xalqning o'ziga, mush gapni tinchlaydigan xalqning o'ziga nihoyat ig'ir qo'pol gapni deb ketib qoldim. Men bu deb ketib qoldim da demak. Qo'polg'imi kirmaydi adash endi bunda. Endi adash buni albatta biz odam bo'lishimiz kerak.
birlerini dedik, bular stratejiya üçün işləyətdi deb, Türkiyədəki partiyalar biz-bisini tillasa, imperialistinin qalçıları deb tılırken o, Amerika'daki qalçı deb tılırken, hem partiyalar biz-bisini, Amerika imperialistinin, Şiyonistinin adamları deb tılırdı. Şuna oxşaş biz mi, birlerinin özünü stratejiyanın adamları dedik. Birlerinin özünü Tayvan'ın adamları dedik. Bu milletin adamı emas dedik. Deyli, biz haklıq bununda. Ama milletin adamı kim o? Bu milletin işini, eğer milletin adamı bolsan, sen pakiz bolsan, sağlam bolsan, sen hiç qanday imperialistin adamı bolmasan, milletin işini qıldıgan bolğandan sadık bilan qilishing kerak. Sadakat bilan qilishing kerak. U yerda sende bir sadakat bolmasa, falan paçup geçsen, o yerde alt sıcaklık, ben hükümet davasında izzat, hükümet yanına açta olduğun dersim var. Yine ma bizim tutmasan bombayı da dersin. Ma ilki ayam, sen bu kapak yakışık kaldın, ağzını bozuk yakışık gençler de onda aklımıza. Ben bu kapak yakışık kaldım. Ma o bir tarafının özünü biz sağlam emas ma bu davatkan çıkımızın özü de elbette yeni bir sağlam taraf buluş gerek. Yeni bir sağlam kişilerini memnun kılalıgıdak, kişilerini yetekliyalıgıdak, Küzdün kan yaş ekvatkan bu xalqqa malham bularlıqdak yeni bir taraf bolğançağının özü de andan keyin biz ma tarazının beşini besib atqan poq süydük çalma kesek var mı ya qarindoshlar ma tarazının ma tarpiga qaramanglar desek biz haqliq bo'ldik. Haqni bizni tillamasa bulatni tillab ketgan çağ şu vaqtdan keyin biz tillasak bulat yadash. Doğru. Endi ma o ben unda bo'lganim Allah bu stratejiyanın adamları nima olsa iş qiladi demakchi emas. Bular shunchalik yaman ishlarni qildi, shu ishning ichidan chiqqali deydi. Mayli rang bilan bo'ysun, mayli aqsiq adamagashtirib mehmon qilib, bekib, vazifa taqsim qilib, qandaylik yoki o'rniga evilib, qo'qitib yurib, qandaylik qilmasin, o'zi qilgan bu yomon ishning höddisidan chiqib, ishidan chiqib, yana aldiga ketadi ishni bo'lmagandek xato gapni devitib turib, Uyg'urlar avtonomiya uchun kurash qiladi, mustaqillik uchun kurash qilmaydi degan gapni devetib turib, dunyoviy devetib turib, yana shu ishning ichidan yana tik turib chiqib ketadi-da, ish chiqalaydi. Uning qarshisida ey, mayada men bajmo deydigan tarazini to'g'ri bostirgan bir narsa yo'q. To'g'ri, shu. Bo'lganki ular chiqib olaydi o ishning ichidan. Chiqib ketgandan keyin nimlardan qilaqlar, qarab beqib, zodi fikrlarim sizlar undaq bizni qilmanglar, qaymoqtimanglar. Ala nima bo'lmasin, ashlar zodi Xitoyning ko'zi maqtab adliy etibdi degan gapda. Xitoyning ko'zi yiqilib yoki da'voning yo'liga tikan terib buni millat bayqab olishga vaqti yo'q. Bu tekrar deyishning hojati yo'q. Asosan ko'pincha shunday bir kelkin kelgandeklam 2016'nınki oxiridan boshlablam 10 minglagan 40-50 minglagan xalqning o'zi so'ygan piyozdek o'tirib chiqib bu ishga aralashib ketganligi uchun bularning o'zi hammasini umuman ma'lumotli bo'lishni biz kutamaymiz. Ama shularni qoyil qilgidek, shularningki yurgidan eqiyotgan, ko'zni eqiyotgan bu qon yoshning o'ziga bir so'taligidek bir binas bo'lgan bo'lsa, lekin albatta ularni undaq o'qiyotgan bo'lmagan ekan, biz o'xshash takkiz beqib atanish uchun qilib bo'lgan ekan. To'g'ri. Endi bu ishda endi o'qisa birsisan degandek tarazning yana bir beshida bir narsaning yo'qligidan, eg'irligi va bir narsaning yo'qligi bir sabab bo'lgandan boshqa bizning xalqimizning ko'nib qolganligi beparvolikmi asosiy sabablarning birisi deyman. Endi hozir navbatda xalqimiz orasida mustaq bir kuchlik sada bor. Ya'ni o'ttiramay qolyotdi, oyoqda millatimiz qirilib ketayotganda Uyg'urlar o'ttiramay qolyotdi. Birisini chiqqanlar, yetaklanlar, bir ish qilsak o'tdi, bu jondan to'ydik, bir o'tirib ketdik, behuda bir ish qilmayapmiz, qig'imiz batdi deyotdi. Hamda shunga xalq orasida har xil gaplar bor hozir, orzu umid deylik. Yani bu teşkilatlarga ümit bağlılığı bulmagan dikin, yani o 150'lik teşkilat var deydi ki, azı şunun içinde bütün xalqni yetekliyaligidek qobiliyatga ega bir teşkilat bo'lmag'achqa, xalqninki kuchini biriga akilib bir xalq harakatiga o'xshash bir qilsaq deydigan bir sadaqavatida hozir endi
Çünkü hammadan bir arzu boğaşka bir iş boğuştu aramızda deyilgan bu arzu boğaşka her xil izlenişler boğatıdı. Hem de bu izlenişlerin içinde ben tönögön deme sizler e'lon qilgan bir narsaga bir murojaatnomaga diqqat qildim. Buni men ekranda bir ko'rsatsam, bu Uyg'uriston ozodlik tashkiloti, ya'ni shu Abdurahimjon Ba tashkilotining nomidan e'lon qilingan murojaatnoma ekan bu. Buningda endi shu hozir men tilga o'tgandek xalqimizning arzusi bo'yicha bir kollektiv qurish, ya'ni xalqning vakillari nomida, ya'ni Uyg'ur muhojirlari xalq vakillar o'migi degan bir nomda bir mushtaq bir vakillar o'migi qurib, xalqimiz orasidagi shu aktivlarni, mayli tashkilot ichidagilar bo'lsin, tishidagilar bo'lsin, shu aktivlarning kuchini birga akilab bir ishga tirishib beqish to'g'risida bir murojaatnoma chiqaribsizlar. Buni sen o'z og'zing bilan bir tushuntirib beramsan ozroq, nima ish bu, nima demoqchisizlar bu yerda? Bo'ldi. Bu endi qara yillab shunday qilib talab qilib tashkilotlarga, masalan, rahbarlarga yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, zadan hammasi bekor turmay talab qilib boshda, keyin tanqid qilib, keyin og'ir ziddiyatlashib, shunday davomlashib kelayotgan bir iqlim vaziyat bor chet elda. Hozir WhatsApp'da 200-250 odamni qo'shilib nurg'unlagan WhatsApp'lar to'xtamay qaynab, fikr qilayotgan WhatsApp'lar va to'plar. Ama o toplardaki fikir şu atoptan matok küçüp tegimmal bir ziddiyatni ulg'uydigan, o'zaro ziddiyatlaşadigan, bisbisi ve yomonlashadigan mandaq bir kayfiyat shakllanib ketadi axir darajada. Bu bir ahvol ham. Demak ki xalq bir narsaga ehtiyojliq. Shunda bir yetaklaydigan mukammal bir tashkilotga, bir birlikka ehtiyojliq. Endi bir birlikning o'zi o'tirib chiqishi bo'ldi deb shuningdimi biz jiq kuch chiqardik, bir qatam kuch chiqarib bu ikki qurultayni birlashtirib dunyo Uyg'ur qurultayi qilib qarab turdik, uni tugidi. Ondan keyin yillar o'tgandan keyin 2017-yilgi qurultaydan Rabiya xonimni chiqarayotgandan keyin Rabiya xonimni qo'llaydigan bir muncha tashkilotlar qurultaydan sug'urib chiqib qilib shuning bilan bu tashkilotlar birlashib yana bir hech bo'lmasa Yevropa miqyosida bir birlik siyosiy mustaqillik birligi bir tashkilot quramiz deb uni qilib umumiylikdek paylaşib turgandan keyin shuni jiqqina yana tanqid qilib boqdik, yillab tanqid qildim men bizam. Aniq qilish kerak, mana qilish kerak tanqid qilib yurib, Popkada 4-noyabr 4-noyabr yo'q, 1-birinchi aynan 2-kuni qilayım. Bir nimani yozdim. Yazib oxirgi kelib, shu asosan tanqid va taklifga aylanadi. Chet elda shu Uyg'urlar tashkilotlar bir ish qilish kerak, aqko'rak deb qarab yiqib, shuning bilan buni endi boshqa tashkilotlarga davomay ta'na qilyapman. Uyg'uriston qozoq tashkilotga, o'zim shu tashkilot ichida bo'lgandan keyin, mush tashkilotning nomiga mana shu yezib, Facebookga chiqarib qo'yayda, chiqarib qo'ysam shu tashkilotda balalarning o'zi xabar tepib, shuning bilan bu qanday gap ketdi endi. Bunda bir fikrlashmay turib, bunda bizning nomimizga qatta bunda yig'ir bir masalani o'tirib chiqarib deb xapo'g'anlarni shunday qilib gaplashdik, fikrlashib yurib, oxirida andan keyin o'lishgan bir muzokara qilib, mushtaq murojaatni shu mazmunda o'tirib qo'yaylik, fikrlashib murojaatni tayyorlab, andan keyin Uyg'uriston ozod tashkiloti bu ishga safarbarlik qilgan, ya'ni o'zi ustiga elib bosh bo'lib bir hay'atni paydo qilgan emas, chaqiriq chiqargan xalqqa, tashkilotlarga, andan keyin yakki faoliyat qilayotganlarga, aktivlarga, ziyolilarga, mushu vatan millat uchun to'rt og'iz gap qilsa, o'zining inovat imtiyozi bilan, salohiyat bilan ma'lum bir yerga gap qilsa, bir davlatga bir iltimos qilsimi, to'rt og'iz gapini haqli anglag'idek bundoq kishilarni safarbarlikka keltirib, andan keyin shunday bir xalq chet eldagi Uyg'ur xalqininki bir delegatsiya etgan bo'lsa, bir hay'at tuzmakni paydo qilsa, shu bo'yicha andan keyin buni birlik, ya'ni bir ish bo'lmasa, shu mustaqillik deb talab qilganlarning o'zi bir
tashkiliy birlik tiklanmaydiga qarab baqsaq, tashkiliy birlik tiklanmaydiga. Nurg'unlagan tashkilotlar mustaqillik davolaydiga. Davogan bilan unda shu mustaqillikni yolg'iz bilan qilib olmaydi. U miltiq turgan ish emas, hech bo'lmasa bir davlatning parlamentiga çoğarak bir organ xat aloqa qilsangmi, ondan ko'rishman desangmi, o daxilki yerlik tashkilotlar parcha bir aholi komiteti o'xshash tashkilotlarniki nomidan qilsa, o tegishmaydi ekan, unga e'tibor bo'lmaydi. Birmuncha mustaqilliklar pul to'xtaydigan tashkilotlar birlik qilib, federatsiya, imperiya shaklida bir tashkilotni qurib chiqib, andiki uni bilan qilsa, u vaqtda uning vazni bo'ldi. Ammo uningga Uyg'urlar chilamaydi ekan. Chilanmagandan keyin hem de her WhatsApp'ta 260-256 adam toplayıp bu yerde kaynağı emel, muşta kızgınlığı var, aktifçalığı var, kişilerin özü, teşkilatlarının içinden, teşkilatlarının sırtıdan, muşunda bir rəsi koysam bu deydi Allah, andikin bu şu delegasiyaya topluşup, andikin bu yanın özü de, hazır aşı müracaatta bağımı şu mezmunları, onu emdim yerde, onu yadım demeydiken ben. Bir yerga diplomatiya qilsaqmi masalan jiddiy masalalarda bir davlatlarga yoki Yevropa parlamentiga yoki BGTga yo Amerika hukumatiga yoki NATOga masalan bir aloqa qilmoqchi bo'lsaqmi munchilik xalqninki nomidan bu ishni qilyapmiz. Bu chet eldagi bir siyosiy tashkilot emas, ma'lum bir tashkilot, ma'lum bir birlikniki ish emas. Bu umumiy xalqninki delegatsiyasi bu. Bu xalqniki ovozidan kelyapmiz. Bizni shu xalq o'zlari tanlab bizni vakil qildi o'ziga. Bizning salohiyatimiz shu xalqning vakili. Bu delegatsiyaning ichida nurg'unlagan tashkilotlar bor. Mana ma'lum tashkilotlar bor. Ma'lum tashkilsiz demokratik zotlar bor. Mana shularning hammasi bizni vakil qilib oldiga chiqadi. Biz shularning ovozini sizga yetkazamiz deydigan bir narsani o'tirib chiqasizmi? Bu Yevropa davlatlari yomon jiq bunda qilqi partiyasiz, vaqfimi emas, partiyami emas, ashundaq bir delegatsiyalar bor. Germaniyadan bor. O vaqtli qurilib, ma'lum bir ishni bajarib bo'lib, ondan keyin tarqalib ketdi, yovimiz davomlashtirdi. Bunda yomon jiq buniki turlari. Endi biz tashkiliy jihatda birlashtirib bir tashkilotning ichiga kirolmagandan keyin bu Uyg'urlar hammasi qaysi birlik deydi ekan, chiqib mening qishimga keldi ekanda. Men shunda bir tashkilotni qurib qo'ydim, mening qishimga keldi. Mening astimda birlash deydi ekanda. Bu öyleki Uyg'urlar tashkilotchilikni bilmaymiz-ku hamda tashkilotchilikqa mashqqa qilib oldi ekani biz 25 yil 30 yılda bir dakika bak 30 yıl oldu deyli uzak 30 yıl ketdi deyli 30 yıl olgan birinci evladı qerib ölüp ketip ikinci evlatlar ta'tirdaşib yurayotgan bir vaziyatda Uyg'urlar buncha bir nima bilan o tashkiliy ma'lumot, tashkiliy saviya, o tashkiliy bir nimani tushunib onun ötüsünün çıkıp geçkendan keyin asan iş emas. Uyg'urlar onun hozircha layoqli yo'q deb qo'ysak bo'ldi. Qanday desang, tashkil mening qishimga kelsa deydi hammasi. Hadi ama bu senin kaşın kabarlıydı sen deyken kopmada karap yakıp seni çıkırtırsın teşkilatını ele verip amada kıldıqlar bir çataklı bir işleme yaman cık. O Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nın yaşlar uğruğu Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nı birleştirsek andiken anı çıkırtırsın andiken Dünya Uygur Kurultayı kıvağandaki şu. Amada kılkı Uygurlar bunda kılkı bir birlik diyandan kandak oldu. İttifaklık yani teşkili ittifaklık diyandan kandak oldu. Teşkilatlar o'xshashmaydigan ziddiyatli tashkilotlar ma'lum bir ishning ustida birlik ittifoqi tuzib, programma tuzib, vaqtli bo'lsin ish bajarish qanday bo'ldi? Buni Uyg'urlar qilmaydigan ekanda. Shuning uchun tashkilotning halqagan tashkilotning sirridagi mundaq bir xilq vakillar o'miki degan bir narsani o'tirib chiqib baqsaq qanday bo'ldi degan narsa mening shu bidani yozib qo'ygan Facebookda yozgan maqolam bilan bizim Uyg'uriston azad tashkiloti bilan qiziqib muzokaralar tartışıp yürüp bu müracaatını tayyorlab e'lon qildik. Yani bunu adamlar qo'rqib ketishi mumkin. Moshlarning o'zi qo'yib, yana o'zi cho'ng bir tashkilotni qurib oldiga chiqolgan o'xshab edi. O'ylab qol. Bu bunda bir narsa emas. Bunu bir davlat qo'yib falan reisi, pistani buniki sekretarisi, ma'mur reisi, madem qatsan tutganini bilamasman. Bu qata seninki tiling bilan, sening tiling bilan. Yana bir seninki Eğrizin yumuşaklığı bilen, yine birisininki kallısının intisini işleşi bilen, manda bir topluşup bir fikrini oturup çıkarıp,
Mesela hazırki bir ati misalını etsem, bu şu müracaatım yüzüklük var şu. Mavi İdris Esen'de bir bala Marako'da türmüge tatlı. Baş bala yetvatı hem de hazır. Bunu hazırımda WhatsApp'ta, yok Facebook'ta yazıp koyup, resim çaplak koyup, biçare ayalı uşak uç balıç bilen, aşı Marako'nunki elçixanın aldığı jığılap namayiş kıladı biçare ayal, işçi adamdan yürgü titrek ketdi hem de, bilip bakkan. Mene beşimden jık ötken şoğandı eken bunda iş. Üzemnin beşini ötken boğandı eken bu türmü işleri chet elde. Bu acayip bir vahşi, bir facialik bir iş. Yani bu işte payız teşkilat menvatıdı bu işin. Payız teşkilat kılmadı. Eğer bu işini teşkilat kıygan bolsa, meyde kurultay kıygan bolsun, sürgün hükümet kıygan bolsun, onu iltimas kıygan deki qarap teşkilat, bu teşkilat kenin özünün programması boyunca maçta bir iş olsa, kıtı doğu hakkında qaraydı. Eğer bunu bir xilif delegasiyasını kıygan bolsa, o çağı kopup, bu umum xilifinin avazı mava deyilgan, bunun itibarı başçıcı oldu bu işleninki. O bir teşkilatlarını buzu yetişemez, teşkilatlarını destek yetişemez. Başındaq bir delegasiyani kurup, bir diplomatiya kılgan çığında, onun için nurgulluğun teşkilatlar özü bevasite, lakin münasibet kıyası itibar elinmayılgan teşkilatlar mı, muşu delegasyanın içinde bir iş kıygan bulalaydı olaydı aslında. Kokuşuna acıtı yok. Endi muşunu biz hazır teşkilatda müzakere kılıvatımız ayın burası, muşu müzakere kılıp, muşu bir hafta içinde biz muşu muhim de bilgen demokratik zatlar teşkilatını sıkıntı. Andaki teşkilatı var mesela. Bundaki teşkilatınki rehberleriga yoki teşkilatga odun. Bundaq bir muamele, münasibet kurmayız deyapmiz. Bunu biz qilgan ish emas, biz qurib elib, buni bir bundaq idora qilgan ish emas u. Biz endi bu 2018-yildagi Parijda qurilgan tashkilotni haqiqatan biz safarbarlik qilgan. Uyg'uriston azad tashkiloti yolg'izlar emas, 12 tashkilot safarbarlik qilgan. Sen shuning ichida bog'i va shu sen tashkilsiz demokratik zot, shunga qatnashgan shu ishlarga. Hollandiyadagi tayyorlik komitetining yig'inlashgan sen kelgan shu ishga. Shu vaqtda 12 tashkilot bu ishni safarbarlik qilib, uni ma'lum bir tashkilotga qarshi emas, 12 tashkilot birlikda yarim yildan ortiq tayyorlik qilib, nurg'ulg'an iqtisodni chiqim qilib, mana bu ishni qildik. O ish bo'lmadi, o bir tashkilot bo'lmoqchi edi, o tashkilotni bor endi o tashkilot, ammo yaqin mangmadi o tashkilot. Gapning rostini qilsa mangmadi. O bir harakat qilmadi tashkilot. Endi hozir yiqqanchada bu bir tashkilot emas endi. Bu xalq delegatsiyasi. Buningda bekim reis bo'lmaydi, bekim bir boshqa bo'lmaydi. Buningga sen qatnashsang, senmi yoki bir taklif o'tirib qo'ysa, Bakınla bu kadar manda bir iş boyutu Norvegiyaga mavi Türkiye'nin o yüzden 100 ballı çıktık ya 100 balların içinden mançısını kabul kılıp mançısını rakılımızı yetişti. Bu yaman çatak oldu. Muşun bir Norvegiyaga yoki Avrupa parlamentiga bir nima yeyish kerak yoki BDT inson haqlari muhojirlar komitetiga bir narsa qilish kerak deb bir taklif o'tirib qo'ysang, dalqa u yerda qarab chiqib ko'pchilik yo zot bu ishga aralashaylik degan chog'da yaxshi bir iltimosni meni yezib, andikin delegatsiyaning nomini tamomini bo'lib besib yaratilgan gap bu yerga. Uni qaragandiki qarab, ya Norvegiyadagi qibir tashkilot emas-ki, bu butun dunyodagi mundaqilki Uyg'ur xalqining vakillari bu ish qiziqib ketib turadigan gapda. Bir misalını da atayım. Şuna buluş mümkün, ya da bulmaslığı mümkün. Bu şundaq bir işini endi qilish kerak. Belki birlik degan gapning o'zini qilolmagan ekan, bu Uyg'urlarning hozirgi ahvolimizda. Men shu Uyg'urlar bir şey bo'lgan ekan. Endi mushundaq yakki faoliyat qilayotganlar bor, yakki media bilan shug'ullanayotganlar bor. Ondan keyin tashkilsiz namoyish guruhi uyushtirib, namoyish qilayotganlar bor. Masalan, İstanbulda bor. Başka yerlerde bor. Yakki faoliyat qilib o'z oldiga menayotganlar bor. Mushundaq odamlarningki hammasining ovozi ifodalanadigan bir kollektivning ichida ifodalanadigan bir vaziyatni shakllantira olsak, mushuning chuqum unumi yaxshi bo'ldi, millat uchun bir foydasi bo'ladi degan tonishda. Mushunga hamda oldindan men mana shuni bir so'zlamoqchi edim, aslida o'zim chiqib mana shu telefondan chiqib o'tirib Facebookda müracaatını bir okup, ondan keyin bir yarım saat bir gap qiladigan bir planim bor edi. Sen qo'yib, miyada buni ichib qo'ydim, ozroq deb qo'ydim men bu gapni. Avvalama shu adash buningki. Buning ham deylik, oy buning oqsi kim bordi, Beijing bordi. Uyg'ur qurultiga qarshi bir ish qilyapti.
Ya komaydı Rabia Hanım bağımlıdı, ya Sittim Türk bağımlıdı, ya Uygurustan Azatlık Teşkilatı bağımlıdı bu işin arkasında, ya komaydı bu Uygurustan yengepini Rusya payda kılan KGB bağımlıdı, bunun çoğu çoğun tasavvur kufrak için hiç çıkana bir adet yok. Bu fakat benim bir ketim bu tasavvurumdan kip çıkan bir maqalınınki yüzden bizim teşkilat onunla eğer ahirki bir abzasını yazıp koymagan bolsam o çağda Uygurustan Azat Teşkilatı'nın bu işe kızıkmaydı bari o kepkaletdi. Menen yazgan bir maqalam bu kepkaletdi o. Başınçı binasını yazgan bolgandan keyin bekatılmay başkalarının yanında tanqidle vergiçilik özümüzün men babıcan bu teşkilatın özü bir kıpakay çoğmaşında bu ismi yazıp koysam şondan mayli xap olsunmi vallah xo'sh olsun ish qilib qizg'inlik bilan oxirida bir xulosiga kelib zada bu ishni bir qilaylik biz qilib bo'ldi bu ishni degan nuqtaga keldik. Ama o Adem İsmail degan qayrinishimiz yezibdi ama obdan ishga ama bir bosh bo'lmasa bo'lmaydi o. İşte bosh bo'lmasa ashbali bir o'tirib chiqsin yomon bir undan balashdi. Men bu chiqtatdim. Mandali bir çıktın, bildiğin şu olsun başı. Ama vatan millet şu ölümende bir çıkıp baksın. Ya bu bala özünü göstermedi. Hala koldan işkildiğin bala da kıldı ama özünü göstermedi bu. Ama isminin özü ne öyle ki ha? O ismi bir mukunaga ismez. O öyle bir hem de teşvik olganken bir iş kılmak için meyaz yapılan kılamaydı onu. O akşamda Uygur muhacirlar xalq vekili diyamacımda bir tasavvur kılıp müşuna bir nas kıldı. Bizim elki Gollandiyadagi tashkilotning tayyorlik komitetida bir necha ismni muzokara qilishdik. Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston mustaqillik harakati, Sharqiy Turkiston bilmasa bir necha ismni muzokara qilishdik tayyorlik komiteti bo'lgan ekan. Keyin Parijda yig'inlashgan chog'da Sharqiy Turkiston Milliy Majlis quruldi. Milliy qurultoy qilsa, nima qildi Milliy Majlisda buni? Bir qurultoy bormi yerda? Mayli yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, qurultoyning birisi bor. Endi ayağa chiqib bu qurultayni sug'urib chiqqan bizlardan chiqib, yana bir qurultayni qilgandan keyin nima ahamiyati bor bu chog'da? O mustaqillik harakati deymiz degan bo'lgandan keyin, mustaqillik harakati degandan keyin bu gapning o'zini qara chet tilga tarjima qilsang, mala bir narsa qiladi ekan, bu harakat deganning o'zi gapmi harakat qara. Xat yozishmi harakat, biyaga adamni diplomat qilishmi harakat, pulga miltni düşmanı etişme hareket hemmisi gibi tutulan bir nayeti mucmel bir kemgaylik bir söz bu. O şundak bir nesini tirgizip durup mala hareket kıldığın bir teşkilat ki dep bizim anda Tunus'un dep tayyalan kıp durup ahırı Milli Meclis desen andayken ne bu ketto binasının özü. Ya hakikaten böyle teşkilatçılık Uygurlarının arasında hem de şu kurultaydaki bahsi Akkuzalığının başkalarınınki tüzük akkuzalığını kören bulduk. Hem de bizde nime eğir. Çeçilangılık eğir. Yani fikir birliği hakikaten bir yakildi Allah bek az ki. Boğan takdirde mi bir neçe yılla birleş kılalaydı ki çeşilip getirik yani. Şuna Maoz... Uygurlar teşkilatçılığının neme kelgini bilmeydi o da. Bütün sırttan başvuruş gerek bulan şu sırttan başvurup işte bir stratejiye andikin tura koymaya dese andikin turulgan gapta eğer teşkilatçılık bilse o Türkler teşkilatçı millet mi Türkler yani iki Türk bir yakasından teşkilatçı birini kurup abi sen başkan bol deplam başkanım da bunun çapını götürüp kiti verdiğin vakit gelsen dikin bize sahil topluluğu bir federasyon kurup manadığın manda haklama ma teşkilatçı haklar Türkler Avrupalı teşkilatçı haklar bolar partiya kurup partiya bu manda yaşayan asırlab şu partiya kurgan ekan teşkilatni bildi Uyg'urlar faqat Cumhuriyet Komünistik Partisi bildi bu Uyg'urlar Xitoy Komünistik Partisi bildi o'sha partiyaga a'zo ittifoq a'zosi bo'lib o'shamiz bir partiya bir bayroq bir nishon deb boshini kuni qanaqa qolgan chet elda andiki mana o'xshamagan fikrlar o'xshamagan iqlimlar andiki o'xshamagan saroylar to'plashib qaysi ayrim guruh tashkilot qurilib andiki bu tashkilotlar bir sentralni federatsiya bir narsani paydo qilib o'zinikini o'z ichidan mustaqillik andan umumiy umum masalalarda bu federatsiyaning ichida harakat qiladigan mana bir narsani bilmaydi-da.
Hani birisini açıp sen 10 teşkilatını birleştirip sen federasyonun başlığı ol dep çıkıp koysan, avukun bir bayrak bir nisan hemen teşkilatını takip et dep koyup öte Bana bir ya bilmeydi uygulu. Bilmegenden keyin anne sen qarap bir fikrini oturup koysan senin bir teşkilatın var. Men bir teşkilatım var, mening fikrim var ve senin teşkilatın, mening teşkilatım oxşmaydı var. Sen janman, bana çıkan gapta. Nimiş qalsan sen bu mening teşkilatımni fuş verip üzem oturup çıkmakçı, men bu senin teşkilatını fuş verip üzem çıkmakçı. Ahıttayınki bir bayrak, bir partiya, bir devlet. Mandan näsini terbiyelenip ketgende gapta bilmeydigan bir gap bu. Endi bunu kılanmaydigan bolgandiken bu uyg'urlar bu özünün saviyesi bilen. Hem mandaqılık tashkilsiz sen mening qishimga kel, sen mening polisiya davomlaydigan şoğandiken ma delegatsiyada hamma adam özünün rolunu jariy qildira oladigan. Mana bolgandiken agar ma Alim İsmail depti başlık olsun dep. Ama başlığım olsun 6 ayda bir qatim qo'ng'atib almashtiradigan başlık qilib prinsip belgilabdi. Avrupa parlamentinin 27 devletini boshqarganlar 6 ay bir qatim almışydı. Avrupa parlamentinin başlık prezidenti. Deymiz biraz biz Uyg'urlar buni biz mayada hal qilgan narsa emas. Mushu nimaga delegatsiyaga zodi bo'ladigan mushu. Biz tashkilotda bir ittifoqlik tuzib hamkorlasholmaydigan xalq bo'lgandan keyin biz mushundaq tashkilsiz o'zimizning tashkilotning bir vakilini qatnashtirib, o'zimizning tashkilot irodasini aşağıda so'zlab, mundaq bir ish qilib boqaylik millat uchun. Deb bir insof qilib qolsa, ko'pchilik Xudoyim bo'lsa insof qildi. Bu ishda cho'qim Uyg'urlar bir netije qazana oladi. Ha, biz bir o'mlikda bir ish qilaylik ekanmiz deb cho'qim bu ishga mamnun bo'ldi Xudoyim bo'lsa. Shunda nimamiz bor, bizning ishonchimiz bor Xudoyim bo'lsa. Yaxshi. Bu hesapta bir xil yenilik yaratishga kirdi ekan deb sen degandek biz Uyg'urlarniki kallasi va qatmanlik bir partiyaga ko'nib qolgan deymizmi, ashtaq tuzumda yashab ko'nib qolgandan keyin chet elda erkin dunyoda yashag'ilib uzun bo'lmadi. Şu ideyimiz qatmal bo'ldi ekan, ammo bunda bir yenilik yaratib sinab beqish menimcha nihoyat ijobiy bir ish. Uning natijasini shu sinab ko'rgandan keyin bilg'il bo'lgan gap bo'lamdi, bo'lmamdi. Hozirgacha bo'lib boqmagan bir ishda, ammo xalqimizning ishidimi mushtasada kavatdi hozir. Zodi o'ttirdi bir xalq bor, kuchi bor xalqning. Ammo buni yetaklaydigan bir boshlamchi tashkilot ya bu guruh yo'q. Bu teşkilatlar kuruldu, işten bir şabertin teşkilat hiçbirinin bu şu bütün bombası mı bu 50-60% değil ya şu halkın gücünü bir eklerlerden iktidar yok. Ondan bu kandiken nim bulduken sen teşkilat kursanlar palanı hocam ne kosuğa samandak yoğan gün ekrep çıkıp koyup baştan secde kıldığın gepke, onun kosunu bakalığın gepke, başlık sayıdan gepke, düğün ayada, ertesi ayada devlet atlap jığına çıdığın gepke. Başka bir iş yok. Jığın açtı, köydük koy, Saman Kosaklı'nın geplerini bizden Uygurlarının yüz aproyumuz var. Bu yıl ma 530'luk otelde açtık, jığını kilajlı Xudayım boysa, Hansaray'da açımız cuma, dep koyup Hansaray'dan mı ötep, çetellerde açılgan, muşunda tetiksiz işler devam kılıyverse, aramızda iş çıkmaydı. Şuna ama sizlerniki ma işini oturup koygunlar nahayet yaxşı yoktu. Hem de bir partiyanın gepini anlap bir degan gepte şirkette deymizmi oysan külgün kirdi. Qishiydigan Xitoy qopab bir belbog' bir yo'lma, bir belbog' bir yo'l deganda Uyg'urning ichida bu bir bayroq, bir qadam, bir ovoz, bir qadam, bir-birlarga qilib ketadi. Hayron qolsa bu nim bo'lgan haq bo'ldi, do'rayda qadam qolmagandek Xitoyni do'rabdi. Faxrlanib so'zlab ketdi-ku mana bir qadam bir ovoz degan ismni shu qadar chiroyli qo'yibsa deb birileri meni vaqtab ketdi deb ajib hech qilib tetiqsizlar bakchaq bizning aramizda-chu. Şuna ma ishinglar bak yaxshi boshlanibdi adash. Endi sen deysan men ekranimni ochib yarim soat o'qib so'zlaydigandim deysa yarim soat emas 3 soat 30 soat so'zlashim mumkin bo'ldi. Chunki xalqimizga ezib uni tushuntirib o'g'icha bir jarayon ketadi, bir mezgil ketadi. Bu o'zanlarga chiqib so'zlamay turli ekranlarda masalan sosyal medyada o'sha ekran ichib so'zlayotgan har qanday ekranlarga chiqib buni tashviq qilishinglar kerak. Maqsad xalqimizga tushuntirish buni.
Yani bu halkımızın qo'zg'ashning yo'li hozir bu ishqa odamlarni jalb qilishning yo'li tashviqot bo'ldi tabii. Bu haqda agar ehtiyojinglar bo'lsa, men har zaman tayyor. Undan boshqa shu Uyg'urning orasida o'z oldiga tashviqot olib berayotgan betaraf nimalar bor, kishilarimiz bor. Ashlarning o'xshamagan ekranlarga chiqib, o'zinglarning to'g'rilikqa yig'in, to'g'ri yig'inlari xalq odam qatnashadigan to'g'ri yig'inlarni o'rlashtirib, ashlar kirib, o'zlarining fikrini beradigan shunday shakllarda bir ishlarni qilib, inshaalloh uzun vaqt o'tmay bu ishniki bir dastlabki bir ko'lamining shakllanishini umid qilaman, chunki bizda sinamagan mush qoldi. Mustaqillik tashkiloti degandan shu qadar cho'ng umid kutgandik, uning ahvoli abaysan degandek bo'ldi. Hukumat voy xalqqa ishni eshitibdi deb bir umidlanib Amerikaga yugurib berib, u yerdagi jidallarni ayirolmay to'xyab olgandek bo'lib qaytib keldik. Endi ma'voyliqi boshqa saylamaydigan, shu xalqning ovozi bilan o'rtaq boshqariladigan, o'rtaq ish qiladigan sen degandek tasvirlagandek, buning tafsilotini tabiiy men uni o'qib, zodi qanday shaklda bo'ldi deganni men o'qishim kerak. Boshqalarmi shu sizlarning bayonotlarini o'qigandan boshqa sizlarning bundan keyin asta-asta yana tushuntirishinglar bo'ldi. Shuni anglagandan keyin muvofiq ko'rsa, men bir millatimga, xalqimga bir ish qilsam bo'ladi, ish qilolmay ishim kuyib ketyapti deyotganlar mana shu qarindoshlarimizninki bu Uyg'uriston ozodlik tashkiloti 10 necha yillik uzun tarixi bor. Masalan, Myunxda Germaniyaning o'zida burundan hisoblasang, O'rta Osiyoni hisoblasang bu bak uzun tarixi bor tashkilot bu. Endi keyin Germaniyada ashunam bilan qurib tikansizlar, ashunam 10 necha yil bo'ldi. Koni bir tashkilot. Bu tashkilotdagi qarindoshlarimiz buzilmay qolayotgan, shu uzunning qurilganning yog'i chechilmay, nayt yaxshi menayotgan bir tashkilot mushta bir ishni uyushtirmoqchi bo'libdi. Ammo xalqimizningki bularni yozgan so'zlaganlarni anglab o'qib, yaqindan ovoz qo'shishini umid qilamiz. Ham ishinimanki bu vaqtda yana konkret so'zlashimiz, mencha paranglashimiz. Bugun endi Abdurimjon bir soat paranglashimiz deb yana 2 soat o'tib qolibdi. Bir xulos so'zing bormi? Uni o'tib bo'ldi qilaylik, to'xtataylik buni. Rahmat, endi shu o'liqi baydan kirib salomdan chiqdi deganga o'xshash bo'lib qoldi bugungi suhbatning o'zi. Ish yo'q, bugun erkin paranglashdik zaten, taqdim bag'dan desak bo'ldi. Endi balki ba'zi terikib qapchilikda Abiyamma Tayrimen qarindishimiz WhatsAppga xat yozib ketdiki, bugungi kunda saq Uyg'ur bor, sarang emas Uyg'ur bor desa, ya'ni benormal normal Uyg'ur bor desa, o benormal bo'lib qoldi deb yozib ketdiki, balki bikin aytani qilib yozgandi. Hammamiz asosan benormal bo'lg'achqa, og'zimizdan ba'zi qo'pol gaplar chiqib qoldi. Demaslik tegishlik gaplarni deb tashladik qarindoshlar. Men ko'pchilikdan azroq uzr tilayman. Aslida chiroyli ishni qildigan, chiroyli ishni, yaxshi ishni tashabbus qilgan bo'lganda ekan, yaxshi so'zlar bilan yapmaqsaq bo'ladi, unda bo'lmay qoldi. Bundan keyin diqqat qilib ketamiz. Ish qilib, qarindoshlar bu o'yliqi gapni anglab qo'yiblar. Yaxshi bo'lsin, mayli qo'pol bo'lsin, sat bo'lsin, chiroyli bo'lsin, anglab qo'yib o'tkazib bo'lmaydi bu ishni. Ko'ngil qo'shidek ish pushini chiqirdigan, ajab tilab bergan mago'yin deydigan, bunday bir xil bo'lmaydi. Ish qilib, hammamizningki ota-onasi urug' tuqqanlari Xitoyninki lagerda zulm tortayotgan bo'lgandan keyin zodi mushu turmadagilarning, lagerdagilarning orzu umidlari uchun bo'lsa-mu, bizning qo'limizdan bir Xitoyning tumshuqiga bir mushtakkidek bir kuch hozirlab, mana bir vaznava bir ishni qilsaq deydigan, mana bir kasanga qarindoshlar, nima hikmatli so'zni dang desa, faylasufdan qilishmaymiz. Yolg'iz otning ichiga chiqmaydi, ichiga chiqsin, ichiga chiqmaydi, o'chi nurg'un gaplar bor. Endi yolg'iz harakat qildigan ishmi boshqa, bunda bir kollektivning ishida harakat qilgan ishlar boshqa, tashkilotning ishida qilgan ishlar boshqa, hammasining o'zining bir yo'li bo'ldi. Biz
Axırki yançaqda şu söhbətdə kollektiv bilan bir iş qıldığan bu temanın özü oturuq çıxıb qaldı. O təşkilatını yaman dedik, bu şəxsini əski dedik, ani niyet yaman dedik, mani qanı yaman dedik. Çıxıb əgər həmimiz özümüzni nəhayət yaxşı, mən zat pilakar deydikanmiz, bundaq bir pilakarlıq bir işqa qarindoshlar ko'ngil bo'lishimizni orzu qilaman. Rahmat mana. Demişim şu, endi biz baysan degandek bir normal endi hammamizning psixikasi buzuq bo'lgan men mo'jiq tanqidlarni anglab oldim bir guruh bo'ladi. Sening og'zing yomon, achchig'ing yomon deydi. Ba'zida odam bilmay qoldik rost gap qolganda. Sal hissiyotlanib qolganda og'zidan nima gap chiqib ketganligini bilmay qoldik. Ammo Onu desem hem de maşat yapmama itibar kalma bulduğum ayakını yaptım. Ameliyatda endi bizmi terbiye ko'magan tarbiyasiz adam emas, bizim oliy maktab bitagan, ammo hozirgi vaziyatni ko'rib adam ichi bo'g'ilib qaynagandan keyin ba'zida hissiyot bilan gapqanda nima gaplar chiqib ketdi, o'zim kontrol qila olmay qolgan holga. Ba'da bu Abdurahimjon o'tirib qo'ygan ishni qilish maqsad faqatla chet ellarga aloqa qilish emas. Özümüzün işideki ilgizpezliklerini tüzeşdimi, muşundaq bir vekiller ömürgününki, muşlar bir kollektif faaliyetninki çoğun rolü bulduk yandaşlar. Aval özümüzden tüzep, anadaki çetellerge Uygur'unki hakiki avazını yetkizişdimi, muşundaq bir kollektifqa ihtiyacımız buldu. İnşallah körümüz bu, ağaynlarımız bu işini başlaganda, hemmimiz kolumuzdan kelişçe birge iş qılsaq, nəgice ətbər alayımız o şaqda körümüz. Rahmat ağinam deganda ish chiqsa sen men gap tutmay seni bugun qarindoshlarimizninki vaqt chiqarib mana shu 2 soatlik programmamizni ko'rib berganinglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Yana bir qatim ekranda ko'rishguncha omon bo'linglar qarindoshlarim. Xayr. Allohga emanet. Chiqdim bugun safarga Kaldı ketken yolda ata-ana terörü Gözleriye yaş ile süzümünden kaldı Onların işirdi o kızım kaldı Kudayım kâne depeden başladı Aldımdaki sırfa yola nazar taşlığın Bu yolla uzun yolla Bu yolda ölüm tola Adam kaçan kilurde Küterse bir balalar Orab şirin uykular Ushbu yollar qo'ynida Ketdi jumulup ko'zlar Olamdan bo'ldi juda Shum ajal ilib ketdi Dillarni vayron etdi Kuyimchan ham qadirdan Azizlar ölüp ketdi Ah jafokash musafir Birni ishki etelmay Ne düşürdün tentirek Texi uyga yetelmay Dua qilib so'rayli Allah'dan amanlıqni Yolda yurgan musafir Ko'rmason yamanlıqni
canımga amanet dep kademni başlagın aldındaki sırba yolga nazar taşlagın bu yolla uzun yolla bu yolda ölüm tola atam kaçan kilurde küterse bir balalar namım uluk hey Allah dua kılıp sorayım yoldaki musafirine amanlığın tileyme amin.